Buxgalteriya ayol kishi uchun ideal sohami? Agar ayol kishi mana shu toifada bo'ladigan bo'lsa, buxgalteriya aynan ular uchun. Bizda bundoq kuzatsangiz, buxgalterlar faqat налог uchun ishlaydi, to'g'rimi? Da, bu mumkin emas. Любой narsaga ota-onadan ruxsat olingan. Katta yoshga chiqqanimizda ham mana shu qaramlik holati saqlanib qoladi deb qaror qabul qilishdi. Ma'nita bitta xato qilsam yoki seni bitta shtrafga tushsam, topgan puling ketdi-da havoga. Hattoki to'lovga chiqadigan endi summasini o'zgartirib yuboradi. Zachotga bermaganligini hisobiga. 250 million jarimaga sabab bo'ldi. Ichki tabiatingizni shunchaki ko'rsatib beradigan narsa pul. Qaytanga ayolni bezmaska ko'radi. Gap bo'ldi-da. Sen yangi kreativ qo'sh, har bitta qo'shgan kreativingga menimcha doplata beraman. 3 oydan keyin siz $500 oylikga ishlaysiz degan reklamalar yoki kursni bir amallab 4 oy bitirib oling, biz o'zimiz sizni ishga joylab qo'yamiz degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, hech qachon ishonmanglar. Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz mehmoni Zamira opa va Dilnoz opa. Men Akbarbek Mustaqimov. Bu podkastimiz buxgalterlar, buxgalteriyaga kirib kelmoqchi bo'lgan insonlar va tadbirkorlar uchun. Tanishtiruvni Zamira opadan boshlaymiz. Zamira opa, o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Ismim Zamira Jo'rayeva, men sertifikatlangan soliq maslahatchisiman. Buxgalteriya va soliq sohasida 20 yildan ortiq tajribaga egaman. Bu направленияda hozirda buxgalterlarni malaka oshirish markazi loyihasi asoschisiman. Outsource направленияda ham ishlaydigan kompaniyamiz bor. Bu nima degani? Bu tadbirkorlarga masofadan turib buxgalteriya xizmatini yuritish degani. Yerda 100 dan ortiq kompaniyalarimiz bor. Xizmatidamiz, demak, ular в основном yirik tashkilotlar, aksariyati qurilish tashkilotlarini olamiz, ulgurji savdo, eksport, import. Bu nimani anglatadi? Men buxgalteriyani ichida, qaynayotgan buxgalteriyani ichidagi odamman. Men ekspert sifatida normada 5 yildan ortiq vaqt ishladim qonunchilik bilan. Ya'ni ekspert degan nom olish uchun umumiy qoida bor. 10,000 soat ishlangan bo'lish kerak shu направление. Menda 10,000 soatdan oshiq bu tajriba. Xudo xolasa, mana shu podkastdan o'zimizda bor ma'lumotlarni maksimal tarzda sizga yetkazib, manfaat berish bo'ladi niyatimiz. Zo'r, rahmat. Dilnoz opa, o'zingiz haqingizda qisqacha. Assalomu alaykum. Ismim Dilnoz Zohidova. Men bu sohada 17 yildan beri salkam buxgalteriyadamiz. Ta'lim bo'yicha 20-yildan boshlaganmiz. Hozirgi kunda o'zimizning outsource bor. O'zimizning noldan balansgacha o'quv kurslarimiz bor. Ya'ni ikkita yo'nalish bo'yicha hozir tadbirkorlik faoliyatini yurg'izyapmiz. Zo'r. Va nihoyat men Akbarbek Mustaqimov, buxgalteriya sohasida 10 yillik tajribaga egaman. Zamira opaning shogirdlariman. Hozirda bizda buxgalteriya noldan balansgacha kurslar tashkil qilingan va bizning ham kichkina outsource firmamiz mavjud. Bo'lmasam savollarni boshlaymiz, tayyor bo'lsanglar. Xo'p, Zamira opa, Dilnoz opa, ikkalovinglar ham buxgalteriyada mendan ko'p malakaga egasizlar, tajribangiz juda katta. Shu holatdan kelib chiqib, sizlarga bitta zo'r savol bermoqchiman. Buxgalteriya ayol kishi uchun ideal sohami? Agar ha bo'lsa, nima uchun? Dilnoza. O'zingiz boshlab beroqmi? Dilnoza. Xo'p, buxgalteriya bo'ladi, lekin 100% deyolmayman. Baribir har qanaqa soha ham odam o'ziga bog'liq. Lekin buxgalteriya to'g'ri keladi, sababi agar udalyonni ish topaman desangiz, misol uchun masofaviy ish topaman desangiz, ayol kishi eplasa bo'ladigan soha. Lekin men o'zimning tajribamdan aytaman, uyda ishlash baribir sal qiyinroq ayol kishi uchun. Baribir uyda oilaga aralashadi, baribir qanaqadir ro'zg'origa aralashadi. O'shaning uchun ya'ni baribir ofisga borib ishlab o'tirish kerak bo'lgan kasb deb bilasiz. Chunki operativniroq bo'lishingiz kerak. Har qanaqa tadbirkorga, misol uchun rahbarga vaqtida javob berilgani, vaqtida ish qilingani yoqadi, конечно. Uyda bo'lganingizda gohida mana shu narsa sal pan berib qo'yadi deb o'ylayman. Shuning uchun men o'zim ham uyda ishlaganimda постоянно telefonga, hatto udalyonka deysiz, lekin udalyonka emas-da bu. Baribir ko'chada yurasizmi, bozorda yurasizmi, to'yda yurasizmi, telefonga qaraysiz, vechna notebook bilan yurasiz. Challarda o'tirgan bo'lsangiz ham pul o'tkazib olishingiz kerak bo'lsa, o'tkazishingiz kerak. Mana shunaqa joylari bo'lib qoladi. Eplasa, lekin ayol kishi uchun har holda boshqa kasblarga qaraganda ancha yaxshi soha. Odamni o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Siz
Bu kasbga kirib kelganingizda qanaqa formatda ishlagansiz? Udalyonka ishlaganmisiz yo biron bir joyda ofisda borib ishlaganmisiz? yo'q, birinchi borib ishlaganman. Malaka oshirganman birinchi. Chunki misol uchun nazariy, amaliydan tashqari juda ham savollar ko'p bo'ladi buxgalteriyada. O'sha xatlarga to'g'ri javob berish yoki yana qanaqadir masalalarda baribir hozir buxgalter 5 в одном. Hamma nimaga tayyor turishingiz kerak, javob bera olishingiz kerak. O'shaning uchun man boshida bir 3 yilmi ishlaganman, borib yordamchi buxgalter bo'lib. Bu sohaga kirishdan oldin. Keyin уже o'zimga ishonch bo'lgandan keyin udalyonka olganman. Ya'ni firma olganman. Demak, yakunida ideal sohami deganga ha deb javob berasizmi yo yo'q deb javob berasizmi? Ideal sohami. O'rtacha deyman. O'rtacha. Chunki ideal sohada men qaynonam o'qituvchilarni biladi, ayollar. O'qituvchilik ideal soha. O'qituvchilikni biladi, chunki ayol kishi vohli keladi, o'qituvchi bo'lsa deyiladi. Biz buxgalterlar har doim har xil. Gohida kecha ham qolib ketamiz, gohida kechasiga ham qolib ketamiz отчетный paytda. O'shaning uchun o'rtacha soha ayollar uchun. Zamira opa, sizning fikringiz qanaqa bu? Denozban fikrlariga. Buchi xarizmasiga qaraydi odam. Вот bor liderlikni yaxshi ko'radigan ayollar. Bular boshqaruvda bo'lishi, bular ключевой kadr bo'lishi yaxshi ko'rishadi. Bular qaror qabul qilish yaxshi ko'rishadi. Hurmatga ega bo'lish yaxshi ko'radi. Agar ayol kishi mana shu toifada bo'ladigan bo'lsa, buxgalteriya aynan ular uchun eng ideal, o'zini hamma talantini ochib bera oladigan kasb. Lekin bor shunaqa ayollar 100 millionlik platyoshka chiqarsa voydod bo'la katta pul bilan ishlasharkanda, Qo'rqib ketadi. mas'uliyatdan qo'rqadigan, majburiyatda olishga o'rganmagan. Odatda bu oiladan kelib chiqadi. Oilada hamma решающий, qaror qabul qiluvchi narsalar erkak kishida bo'lgan, majburiyat, mas'uliyat erkak kishida bo'lgan. Bu ayol kishimiz yoki qizimiz mas'uliyatni o'ziga olib ko'rmagan. Bunaqa odamlar faqat platyoshka chiqarish etapini o'zida уже voydod bular juda ham katta pul bilan ishlashar ekan, men bunaqa pullardan qo'rqaman. Qo'rqitchi. Vahima bo'lsa. Bunaqa ayollarga men hech qachon buxgalteriyaga kirishni tavsiya qilmayman. Agar lekin masalan men o'zimda bor sifat nomer 1 bo'lish hamma joyda yaxshi ko'raman. Maktabda ham xuddi shu klasskomlikdan boshlanadi, institutda ham qizil diplom bo'ladi, normaga borganda ham nomer 1 specialist, qayerda ishlasam nomer 1 specialist bo'lish xohlayman. Mana shu kim o'zini mana shu yerda isbotlamoqchi bo'lsa, buxgalteriya eng talantini раскрывать qilib beradigan soha. Demak, xarakterga bog'liq ekan. Da. Ayol kishini oilaviy muhitga bog'liq ekan. Mas'uliyatni yoshlikdan olishga o'rgangan odam bo'lsa, bu вообще zo'r joy hisoblayman-da. Agar siz buxgalter bo'lmaganingizda kim bo'lgan bo'lardingiz? Buxgalter bo'lmaganimda vrach bo'lgan bo'lardim. Или teskari prokuror. soha-ku. Vrach. Sizdan zo'r prokuror chiqadi. Yoshlikdagi orzungiz bo'lganmi vrach bo'lish? Ha, yoshligimda orzu bo'lgan, men harakat ham qilib ko'rganman. Menda ximiyadan o'ta formulalar bor-ku, bitta qaraganda esda qolardi-da. Biologiyani kitobni yopishim bilan nima o'qiganim esmay chiqib qolardi. Не далось-da biologiya. Вот imtihonga tayyorlanib kirish uchun o'sha biologiyadan kerak balli yig'a olmayman degan xayolda menda matematikam zo'r edi и iqtisod направлениясini, международные экономические отношения направлениясini tanlaganman. O'zi qanaqa qilib kirib kelgansiz buxgalteriyaga? Buxgalteriyaga 2004-yilda men bankka kirganman, ishlagani. İpek Yolu bankining головной ofisi bo'lgan. 2004dan 2006gacha valyutный отделda bo'lganman. Valyutada kredit berilardi. KFV bankdan kreditniy liniya tortilar edi. Bitta juda katta summalar va katta bizneslar bo'lardi. O'sha yerda valyuta berish uchun qanchalik to'lov qobiliyatiga ega tahlil qilish kerak bo'lardi balans finrezlarni. O'shanda balans finrez tushunmaganman nimaligini, borib o'qiganman. Bankdagi ishim uchun kerak bo'lganda o'qiganman. Keyin sekin-sekin shu sohaga qiziqish kuchayib, qaysidir momentga kelib 2006-yilda o'sha bankdan aynan buxgalteriyaga o'tishga qaror qabul qilganman. O'zimni ustozim, o'sha buxgalteriyadan o'qitgan ustozim rus ayol bo'lardilar. Ular yonlariga olganlar помощник qilib 2 yil ularning yonlarida 2008-yilgacha помощник buxgalter bo'lib ishlab yurganman. Bu yirik dori-darmon bilan shug'ullanadigan korxona bo'lgan, import dorilarni olib kelardi. Bitta ulgurji ham sotardi, chekkani ham sotardi. Mana shunaqa помощникlikda 2 yil yurib, undan keyin o'sha главныйlarga o'tib,
u yog'iga bespererivni dekret degan narsa yo'q, ta'til degan narsa yo'q. Bespererivni bizani kasb shunaqa, pereriv ololmaysiz. Yo'l-yo'lakay kasal bo'lasiz, yo'l-yo'lakay bolalar kasal bo'ladi, davolab ketaverasiz. O'shandan beri uzluksiz ravishda buxgalteriyadaman. Xo'p. O'zi buxgalteriyada karyera qanaqa bo'ladi? Buxgalterlarning karyerasi qanaqa bo'ladi? Ya'ni buxgalter bo'ldingiz, bo'ldi hisobmi? O'sha siz buxgalteriyani qilyapsiz, nimadir firmalarni ishini qilyapsiz, firmalaringizni ko'paytirish bilanmi bu karyera? Faqat biz javob beramiz. Siz nega javob bermadingiz? Sizlar bo'lmasa mayli sizlarga menga javob. Bo'ldi savol. Вот ayollar uchun buxgalteriya вообще kerak kasbmi, yo'qmi? Hozir men sizni ayolingiz buxgalter bo'lsa o'tirg'izib qo'yasiz-da, to'g'rimi? Uyda nima bor sanga, bor chiqmaysan deysiz. Bu ayollarga beriladigan Chunki buxgalterlar kimlar bo'ladi, bilasizmi? В основном tadbirkorlar bilan ishlaydigan odamlar. Tadbirkorlar bilan kimlar? Tadbirkorlar bu 90% erkak kishilar. То есть bu ayollarki erkaklar bilan naravni ishla oladigan bo'ladi. Hamma erkak ham bu narsaga pasvariyat qilib o'tir uyda deydi. Bizani o'zbek mentalitetda. Agar buxgalteriya ayollar uchunmi desa, ha derdim, yo ha derdim, lekin meni ayolim qo'ldan buxgalteriya kelmaydi. Ayolim menga aytgan, yo'q, ayolim menga aytgan, menga o'rgating degan, o'zingiz o'qitasiz, menga ham o'rgating, mana o'rganing, qaysi firmalaringiz men uyda o'tirib ko'raman degan. Siz просто o'rgatgingiz kelmagan. Dilnozaga jo'natganingizda buxgalter qilib berardilar Dilnoza. Bu yerda juda ham ko'p resurslar bor buxgalter bo'lish uchun. Menimcha buxgalteriyani eplolmaydi deb o'ylaganman. Chunki o'zim buxgalteriyadan dars berganim uchun juda ko'pchilik keladi, buxgalteriyani o'rganadi. Kursni oxiriga borgandan keyin kursni muvaffaqiyatli bitirgan bolalar ham buxgalter bo'la olmaydi bir xil vaziyatlarda. Chunki boya aytganingizdek ruhiyatiga bog'liq, o'ziga awareness-iga bog'liq, qaror qabul qilishiga bog'liq-da. Bizadagi holatda qaror qabul qilish mas'uliyati yo'q bo'lganligi uchun men buxgalter bo'la olmaydi deb o'ylaganman. Bu oiladagi muhitdan biz ota-onalarimiz har doim qaror qabul qiluvchi odamlar bo'lganda, bu mumkin emas. Любой narsaga ota-onadan ruxsat olingan. Katta yoshga chiqqanimizda ham mana shu nima qaramlik holati saqlanib qoladi-da, qaror qabul qilishda. Xuddi shu narsa bor. Bu menda ham bo'lgan, oilada bo'lgan. Shunaqa bizada 4 o'g'il bo'lganmiz va qaror qabul qilish bizda cheklangan. Ya'ni hamma qarorlar ota-onalarimiz, amakilarimiz tomonidan qabul qilingan. Biz endi katta bo'lganimizdan keyin, biz o'sha qaror qabul qilishga to'xtab, to'rimiz bo'lganimizdan keyin bizga urushgan. Nima shu narsani hal qila olmayapsan degan savol bo'lganda. Keyin men bitta o'tirib bitta akamiz bilan gaplashganimizda, chunki sizlarda shunaqa narsa bo'lganda, men mana bunaqa qaror qabul qila olmayman deganimda, bu narsani o'zgartirishing kerak, chunki sen shunaqa muhitda katta bo'lgansan degan narsani tushuntirib berganlar. Mana hozir o'zim majburlab qanaqadir qarorlarni qabul qilishni boshlaganimdan keyin bu jarayon o'zgardi. Yani kattaroq biznes egalari bilan, katta firmalar bilan ishlashni boshlaganimizdan keyin shunaqa joylar kelardi, o'zimizga qo'yib berishadi. Sen o'zing qil, nima qilsang qil, to'g'ri, nimani to'g'ri deb bilsang qil deyshadi, ishonib qo'yishadi. Bu ishonch juda katta narsa bo'lganligi uchun mas'uliyatini his qilganingizdan keyin to'g'ri qaror qabul qilishga harakat qilasiz. Bu narsa endi shakllandi menda. Atrobotga qilsa bo'ladi. Atrobotga qilsa bo'ladi. Lekin bu atrofdagi sizga berayotgan daveriyaga ham bog'liq-da. Ya'ni shunchaki qani qaror qabul qilib ko'rchi, lekin baribir o'zim bilganimni qilaman deyish boshqa narsa. Biz senga ishonamiz, qani sen shu narsani qilib ko'r. Sen nimani to'g'ri deb bilsang, shu narsa biz uchun to'g'ri deyish boshqa narsa. Menimcha o'ylayman, bu qaror qabul qilishda ham baribir ilm juda ham muhimda. Chunki siz qaror qabul qilayotganingizda o'sha narsaga qanaqadir analiz qila oladigan darajada ilmingiz bo'lishi kerak-da baribir. Misol uchun mas'uliyat boyagi buxgalter ayol kishi uchunmi deganingizda ham o'sha boyagi joyi ilmda. Qachon o'ziga o'vering bo'ladi, qachonki ilmi bor bo'lsa. Misol uchun men dars berayotganimda ham aytaman-da yoki misol uchun o'zimda ham mana shu rivojlanish qachon boshlan, qachonki ilmim oshgan sari, qachonki o'qigan sari menda awareness kuchayib demak, siz bilgan narsalaringizni tasdiqlatgansiz. Shu narsa to'g'ri, noto'g'riligini bilgansiz. Yo'q, tasdiqlatgansiz emas. Menda shunaqa bo'lganligi uchun siz tasdiqlatgansiz. Mana menda o'qitaman-ku, ko'pincha shunaqa bo'ladi. O'quvchilarim nachitanniy bilishadi. Soliq kodeksini ochadi, konkretniy moddasini ko'rsatadi. Mana shu imtiyoz qo'llanishi mumkinligini ham. Zamira opa, shu imtiyozni qo'llasam bo'ladimi? Javobini bilasan-ku, bo'ladi. Nega mendan so'rayapsan? Ishonch yo'q-da. Awareness yo'q, tasdiqlanmagan. Tasdiqlatish kerak.
qarorni o'zi qabul qilishga qo'rqadi. Hozir ha bo'ladi desam, Zamira opam aytdilar, bo'lar ekan. O'tada oiladagi tasdiqlatib olish, kimdir galochka qo'yib berishi, hattoki o'zi bilsa ham qonun bo'yicha asosini oxirgi etapida baribir mas'uliyatni olishdan cho'chish, chunki biz katta pul bilan soliqlar bilan ishlaymiz, buxgalterlar. Bu oxirida jarima, hattoki jinoiy javobgarlikka olib keladigan protsesslarga o'tib ketishi mumkin-da, agar buxgalteriyada xatolik ketadigan bo'lsa. Mana shu mas'uliyatni olishda o'ziga olmasdan birovdan tasdiqlatib olsam, mas'uliyat meniki emas degan narsa bo'ladi-da, podsoznательно. Etudiladi deydiki, etudiladi. Siz aytgandingiz-ku, aybdor tayyor deb, Shunaqa. Zamira opam, nima unaqa menga noto'g'ri maslahat berdingiz deb kimnidir aybdor qila olaylik. Bu duxga bog'liqmi? Yo'q, все-таки agar отработка qilsa bo'ladi. Mas'uliyat olish отработка qilsa bo'ladi. Men sizda hozir Dilnazar bilan gaplashayotgandik. 3 yil bo'libdi birga Globokda o'qiganimizga dotinim. Shu Globokda o'qiganimda ko'p narsani tasdiqlatib olganman siz. Oxirgi 3 yilda o'zgarish bo'lganda, Globokdan keyin o'zgarish bo'libdi demak. Ha, menda shunaqa etap bo'lgan. Globokgacha bo'lgan buxgalteriya bo'lgan, Globokdan keyingi buxgalteriya bo'lgan. Shu Globokda bilganlarim tasdiqlab olganimdan keyin o'shani razgon kattalashgan menda. Aha. Dux paydo bo'lganda. Qarichingiz ham kattalashgan. Menga olib kelgansiz firmalarni, оборотлari katta, достаточно taniqli firmalarni olganingizda men ko'rdim, Akbar молодец dedim, o'sish bor Akbar dedim, потому что bunaqa firmalarni hamma ham duxi etib haqiqatan buxgalteriyasini yurg'izishga ololmaydi. Молодец. Men o'zi mana misol uchun qanaqa fikr paydo bo'lgan? Misol uchun mana Zamira opamda o'qiganimdan keyin, ilm olganimdan keyin mana bizda bundoq kuzatsangiz, buxgalterlar faqat налог uchun ishlaydi, to'g'rimi? Zamira opam, misol uchun menga налог kelmasin, mana shu отчетini bering, mana shu налогini to'lab qo'y bo'ldi. Direktorlar mana shunaqa tushunchada, buxgalterni menga налог kelmasa bo'ldi. O'zi buxgalter bu firmani pulini saqlab qoluvchi odam deb hisoblaydigan bo'lganman-da. Mana shu o'qiganimdan keyin, bilganimdan keyin bu yerda siz firmada ikkinchi odamsiz. Men misol uchun kelsa, men bilan direktor gaplashganda men aytaman, men seni pulingni ushlab beradigan odamman. Men o'sha firmani sen pul topishni o'ylasang, men o'shani ushlashni o'ylashim kerak. Tejab qolish o'sha. Men shuni mas'uliyatini olaman. Sen hozir bir dunyo pul topsang, men aytib bitta xato qilsam yoki seni bitta shtrafga tushsam, topgan puling ketdi-da havoga. Bunaqa vaziyatlarni biz juda ham ko'p ko'ramiz-da. Именно firmalar уже после пожара keladi. Buxgalter ham qayerdadir пропустить qilib yuborgan, qayerdadir o'tkazib yuborgan momenti bo'lgan. Shtrafga tushgan, уже bu majbur bu 200 million, 300 million pul to'lashga to'laganda, потом buxgalteriyasidan chiqib, уже buxgalteriya kerak emas, уже to'lab bo'lganda, aytdi shuncha pulini. Mana biz yaqinda bitta moliyachi bilan gaplashib qoldik. Ya'ni moliya boshqa, buxgalteriya boshqa bizda. U odam bilan gaplashib qoldik. U moliyachi shotlar bilan ishlamaydi, terminlar bilan ishlaydi. Biz shotlar bilan ishlaymiz. Gaplashib o'tirdik. Ancha gapimiz bir-biriga to'g'ri keldi. Ancha fikr almashdikda. Keyin boshqa komanda ham bor edi. Biz bilan kursda o'qiyotganlar, ular bilan gaplashib o'tirishibdi. Men bu yoqda o'tiraman boshqa odam bilan. Qulog'imga chalinyapti. U odam aytayaptiki, buxgalter boshqa, moliyachi boshqa deyapti. Ha, okey, deyapman. Qani davom etsinlarchi deyapman. Moliyachi bu tadbirkorni pulini nazorat qilishga reja qilib beradi. Buxgalter bajarilgan ishlarni amalga, ya'ni qog'ozga yozib beradigan odam deyapti-da. Ya'ni shu qanchalik to'g'ri? Men o'yladim, u odam buxgalter bo'lmaganligi uchun shunaqa deb o'ylayapti. Mayli, okey dedim, qarshi fikr bildirmadim. Lekin meni fikrimcha, buxgalter xuddi hozir o'zib aytganlaridek, tayyor narsani yozib beradigan shaxs emas-da. Agar tayyor narsani yozib beradigan inson bo'ladigan bo'lsa, u robot bo'lish kerak-ku. Qanaqadir bitta chatbotni yoki oddiy bot yasab qo'yish. Bu bor edi, bu operator, knopka bosuvchi desak bo'ladi. Bizning kasbda ham, chunki mana bir nechta levelga bo'lsak bo'ladi-da kasbimizni. Nega mana shu gap bor ekan, demak mana shunaqa dunyoqarash fikr shakllangan. Biznes egasida ham xuddi shu fikr shakllangan, moliyachilarda ham xuddi shu fikr shakllangan. Rasul shu gap bor bo'lgan bo'lsa, nega shu fikrga kelingan? Chunki buxgalterlarni bir qismi borki, ular faqatgina knopka bossa, mana QQS hisoboti yoki aylanmadan soliq hisobot. Shunda shakllantirsangiz, avtomatik hamma yog'i to'ladi, hech narsa xuddiki yozish imkoni yo'q. Lekin aslida uni to'g'rilaydigan juda ham ko'p joylari bor. Oddiy eksport bo'ladigan bo'lsa, eksport pulini ko'rsatmasangiz,
hattoki to'lovga chiqadigan endi summasini o'zgartirib yuboradi zachotga bermaganligini hisobiga. Bu haqida agar buxgalterda ilm bo'lmaydigan bo'lsa, bu haqiqatan shu fikrga olib kelingan buxgalter toifasi bo'ladi, knopka bosib o'tirgan buxgalter bo'ladi. Buxgalter aslida kim bo'lishi mumkin? Knopka bosadigan etap loyiq bo'ladigan bo'lsa, o'zini ko'rsa, knopka bosishda davom etishi mumkin, lekin bunaqa buxgalter har doim ish joyini yo'qotib qo'yish xavfi bo'ladi. Bu buxgalterda ehtiyoj katta bo'lmaydi. Bu buxgalterda shunchaki tekuchkada dokument qilib degan odamni ko'rishadi xolos. Keyingi levelimiz bo'ladi. Bu уже soliq qonunchiligini biladi, qaysidir hujjatlarni tahlillaydi, hisobotda kerakli satrlarga kerakli ma'lumotlarni kirgizadi. Operatordan ko'ra yaxshiroq, lekin biza xohlayotgan agar kачествоga chiqmoqchi bo'lsak, mana sizlar chiqqan качество bu, sizlar chiqqan уровень, bu уже maslahat beradigan, rejaga aralashadigan odam. Biznes egalarida kam bunaqa buxgalterlar. Mana hozir Global soliq ekspertini o'qiyotgan bolalarimiz bor, nima deyishadi? Tadbirkor mani planimga, mani vaqtimga qaraydi. Любой biznes proyektni muhokama qilmoqchi bo'lsa, nimadir ish qilmoqchi bo'lsa, vaqting qanaqa deb so'raydi. Men hozir отчет qilyapman desam, qachon отчетing tugaydi? 15-da yoki 20-da tugaydi. Хорошо, 20-dan keyinga qo'yaman, vaqt ajratasan menga. Boyagi buxgalteri, mana buxgalter ham har xil bor ekan deb, buxgalteri olib kiradi. Mana bunaqa qilsak solig'i qanaqa bo'ladi? Hisob kitobini chiqartiradi. Yo, unda buni qilmas ekanmiz, bo'ldi, bu variant emas, davay boshqa variant topamiz. O'sha proyektda amalga oshirish xaritasini oldindan chizayotganda buxgaltersiz chizmaydi. Bu уже rejalashtirish etapiga chiqqan, qonun qoidani Dilnoza aytgandek yaxshi biladigan, ilmli buxgalter bo'ladigan bo'lsa, bu buxgalter ne только ish joyini yo'qotib qo'yish, bu buxgalter yo'qotib qo'yishdan rahbar qo'rqadi. Уже kerakli odamligini his qiladi-da. Bu-da har bitta proyektida to'lovga qancha soliq chiqishini matematikasini ko'rsatib beradi. Bizda o'zimda ham o'rgatadigan narsa, masalan, hozir qurilish kursini o'tyapman, qurilish buxgalterlar. Har bitta kvartiradan chiqadigan to'lovga NDS, har bitta kvartiradan chiqadigan foyda solig'i, zarplatadan chiqadigan soliqlarni hisob kitobi. To есть proyekt boshlanmasdan, ruxsatnoma olinmasdan turib, biz o'zimiz o'tiramiz tadbirkorlar bilan-da, mana shu proyekt bo'yicha jami to'lovga qancha soliq chiqadi. Agar narx sotuv narxi bunaqa qo'yilsa yoki sotuv narxi bundan past qo'yiladigan bo'lsa, ubitkaga kirib ketish mumkin bo'lgan narsalar, qayerdan qaysi mol olinadi, qanaqa tartibda ishlanadi, oldindan reja qilib olib, undan keyin ruxsatnoma etapiga kiriladi. Agar bu darajaga chiqmoqchi bo'lsa buxgalter, bu buxgaltersiz hattoki aytmoqman, qurilishga ruxsatnoma olib kirgizdirilmaydi. Bu etapga chiqish uchun u buxgalter yaxshi qonun qoidani bilishi kerak. Nasмотренность katta bo'lishi kerak. Nasмотренность degan nima degan? Network degan. Siz bilan kelib muloqot qilgan bo'lish kerak. Dilnoza bilan Dilnozani tajribasini eshitgan bo'lish kerak. Ya'ni shu muhitda ichida yurgan odam bo'lish. O'zini tajribasiga emas, atrofdagilarning tajribasiga ham suyanish kerak. Atrofdagilarni ham o'rganish kerak. O'rganish kerak. Eshitadi. Bitta tomchidan qolganda ham unda juda katta ma'lumotlar bazasi bor. Nasмотренность qatdan bo'ladi. Ishxonada bitta dona buxgalter bo'lsa, o'zida azina xona bo'lsa, qolganlari buxgalter emas, buxgalteriyaning qonun qoidasini u qanaqa qilib rivojlanadi? O'ziga o'xshaganlar orasida bo'lmasa. Qanaqa qilib? Impulsga borib. Hozir biz Akbar bilan shuni gaplashib o'tirdik, yuring, boramiz-da. O'sha yerda buxgalterlardan networking bor, nasмотренность bor. Вот gruppada deydi bir xil aytadi, 100 ta odam ekan, gruppa ko'p deydi-da, odam ko'p deydi. 100 ta odam bu foydaga. Конечно, bu foydaga. O'shani кейslarini yig'ib, o'shalarni eshitib, misol uchun siz ko'rmagan vaziyatlar bo'lib qolgan, siz ko'rmagan tekshiruvlar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin-da. O'shani siz olasiz, qayerdadir o'rganasiz, qayerdadir o'zingizga xulosa chiqarasiz. Может, sizga unaqa vaziyat kelmagandir-da. Siz o'tda ko'rganingizda o'shani yevroylarga o'xshab uchinchi на других ошибках bo'ladi-da. Xuddi shunaqa. Yana bitta zo'r narsa bor. Mana buxgalterlikda odatda bitta sohadan boshlaymiz-da, masalan, ishlab chiqarishdan boshladik. Hammamiz qayerdandir boshlaymiz-ku. Da. O'sha yerda ishlashimiz uchun bizga главный buxgalter shablon bergan bo'ladi. Biz u shablonni kopiya qilgan bo'lamiz, rekvizitlarni, summani o'zgargan bo'lamiz. Qolgan ichini o'qimaymiz ham. Masalan, boshlayotgan etapimizda. Keyin o'sha shablon bo'yicha ishlaymiz-da. Endi dabdurustdan bizga yana bitta taklif keldi. Sen удаленно ishlasang ham mayli, men отчетim yozib ber. Qo'shimcha pul kelyapti, menga yo'qyapti, olaman deydi. Boshlayotgan bu odam pul kerak, естественно, da.
boshlang'ich etap bo'lgani uchun katta summa yo'q edi. Xo'p, endi uni olib, uni ishlab ketish uchun unga yana shablon kerak. Agar undan oldingi buxgalter 1 chiroyli yurg'izgan bo'lsa, hujjatlar zo'r bo'lsa, повезло, omadi keldi. Lekin agar bunaqa shablon bo'lmasa nima boshlanadi bilasizlarmi? Telegram gruppaga kiriladi-da, so'ra. Bunaqa eksport importni shablonni tashlab yuboringlar. yoki yana eng qizig'i to'g'ri javob keladimi yo'qmi, u ham под вопрос-da. To'g'rimi, noto'g'rimi? Kelgan hujjat ushaladi, kelgan javob ushaladi. Asosan so'ralmaydi. Mumkinmi o'zi? Qaysi qonun bo'yicha zapret yoki nima bo'lishi mumkin? Eng yomoni nima aytaymi? Ana aybdor yo'q deyapti. Kimnidir aybdor qila olmaysiz-da. O'zingiz aybdorsiz. Sen shuni xohlading, men shuni berdim deydi. Ha. Aybdor, ya'ni siz Zamira opadan so'radim, Zamira opa aytdi deyolmaydi, deyapti. U taniydi ham, u odam. Yo'q, o'shani men boshida o'quvchiligim men mana shunaqa maslahat berar ekanman-da, bilmay. O'sha misol uchun boshlaylar, boyagi уверенностьga endi sizlar ishni boshlayveringlar. Misol uchun hozir internet resurs ko'p. So'rasangiz javob topishingiz mumkin, oldingidek emas. Dedim, birinchi o'sha nima gruppam kelgan, undoq qarasam noto'g'ri javoblar berishayotgan ekan. Telegramda nima aytdim? Voy dedim, to'xta. Bunaqa Telegramdan so'ramanglar. Lutchi borib ustozidan maslahat o'sha именно уверен bo'lgan konstitutsiyadan olinglar. Ustozda ham gap bor. Mana hozir ustozlarni ko'ryapmiz, ta'limda ustozlarni. Men bitta ustozi bitta videosini qisqa bir 3 minutlik joyini ko'rdim-da, shu yerda to'xtatdim. Xalqaro shartnomalar deb tashqi savdo kontraktini aytibdi. Xalqaro shartnoma, mana ochamiz xalqaro shartnomani deyotdi, eksport import kontrakti ochyapti. Men o'sha yerda qotib qoldim. Bu o'zini ekspert deb ommaga olib chiqyapti. Bu dars berib odamlarni pulini olyapti. Men senga ta'lim beraman, sen malakangni oshiraman deb pulini olyapti-da, elementarniy xalqaro shartnoma bilan hattoki tashqi savdo kontraktini farqiga bormayapti-da, noto'g'ri narsa bilan noto'g'ri narsani nomlayapti. Joylari ham ko'p bo'lyapti. Mana shuni hisobiga hozir erta o'qigan odam ham xalqaro shartnoma, bu ikkita davlat o'rtasida tuzilgan shartnoma emas, mana shu narsa ekan degan narsa bilan o'sha erta o'tirgan har bitta odam stakanga mana shuncha bo'lsa ham informatsiyani oladi-da, unga keyin to'g'ri variant bersangiz, bitta o'sha loyiqa suv bor, kumamki toza suv quyganingizda hech qachon top-toza bo'lib qolmaydi. Faqat men bu loyihani bo'shatmagunizcha, miyaga kirgan informatsiyani bo'shatib tashlash oson bo'lmaydi. U menda ham darsi ko'p bo'ladi-da. O'tganimda amortizatsiya binoga 2% desam, shu bo'ldi, zamokaniya ketadi buxgalter miyasida. Binoga 5% ku ustoz deydi. Shunaqa holat bo'lgan. Bino bo'yicha 2% amortizatsiya qo'yib, amaliy misol berganman-da, darsdan keyin bitta ayol bu elektrish narsani bilmas ekan deb ketib qolgan darsdan. Ha, u 5%. Binoni amortizatsiyasi faqat 5% bo'lishi mumkin degan narsani qayerdadir o'ziga singdirib kelganda, bu yerda ta'limni sifati. Men hozir o'sha aytayotganimda ustoz tanlaylar deyman. Spetsialist tanlaylar. O'quv markazini emas, yaqin uzoqlikni emas, kimga boryapsizlar? O'shani tanlaylar. U qaysi firmalarni yurg'izyapti? Nima natijalar ko'rsatgan? Tekshiringlar. Uni natijasi nima bo'lgan? Tekshiringlar. U odam haqida informatsiya olinglar-da, mutaxassisni tanlaylar borishga deb. Вот именно mana shu holatdan. Bunaqa holatlar afsuski juda ham ko'p bo'lyapti. Sizlarda bo'ldimi yo'qmi bilmadim. Bizda o'zim ustozida ham bo'lganlar bilaman. Programmani ko'chirib dars berishayotganlar bor-da, lekin real o'sha narsani ko'rishmagan hayotda-da. Bu Zamira opada bu programmani ko'chirib dars berish biz Globokga borayotganimizda ham bor edi. O'sha paytda men eshitdim o'sha. Avjiga chiqishdi deb yaqinda. Yaqinda nimani ham ko'rsatdingiz? Eng qizig'i men kichkina odamman deb maqsad. Yo'q, bizani ham dasturni olib dars berishyapti. Eng qizig'ichi bizadan odamlarga ko'p deb aytdim. Молодец, lekin bundoq qarasak, даже bizani shablonlarda o'zgartirmagan hamda. Voy vashshe. Bizga hali yetib kelmadi, menimcha shablonlarimizdan foydalanish. Kimdir foydalanayotgan bo'lsa ham biz bilmasak kerak. Bizneslar ilm tarqatish bo'lsa, agar to'g'ri ilm tarqatayotgan bo'lsa rozimiz. Lekin noto'g'ri aytayotganlaridek bitta terminni xato ishlatayotgan bo'lsa, u juda katta javobgarligi bor. Bu katta da'vo-da bu. 20 ta odamga shu termin bilan chiqarib olgandan keyin u 20 ta odam nechta firmani buxgalteriyasini qiladi. Bitta odam 3 tadan firmani buxgalteriyasini qilganda ham 60 ta firma uxladi o'sha xato bilan-da. Karyera haqida, o'zingiz bilib bilmay karyeraga kirib ketdingiz, buxgalteriyaning karyerasi etaplari haqida. Aytaylik, men o'zim misolimni olsam,
Men buxgalteriyaga kirib kelganimda o'sha Otabekada o'qiganman birinchi. Otabek Ergashevda. Buxgalteriyani u insondan o'rganib, keyin o'zimiz magazinimiz bo'lardi. O'sha magazinda buxgalteriyasini birmuncha qilib ko'rib, ustoz shogird bo'lib, keyin eksport import bilan shug'ullanadigan bitta rus ayolga shogird bo'lib, keyin bitta firmani olib, firmalarim ko'payib qolgan. Keyin mustaqil bo'lib qolganman o'zimcha. Keyin yana qaysidir kursga borib o'qib ko'rganman. Noldan balansgacha qayta o'qiganman. Keyin o'qituvchilikka to'g'ri kelib qo'yganman. Eng katta tramplinim o'qituvchilikda bo'lgan. Nima bo'lgan? Men o'zim dars o'tib, o'zim tushunmagan narsalarni tushunishni boshlaganman. Eng yaxshisi shu-da. Provodkalarni ko'rsatib berardim doskada-da. O'sha provodka masalasida keyin spor ketardi o'quvchilar bilan. Endi omadim bo'lgan, menga ishonishgan, o'sha o'quv markaz dars bergansan, eplaysan deyishgan. Men shu paytgacha meni hech kim eshitmagandi. Ya'ni men nimadir gapirsam, "Sen hali kichkinasan, jim o'tir" yoki-da oldingi ishxonamda nimadir fikr bildirsam, ha deyishardi, baribir o'zliksin bilganini qilishardi. U yoq kursga borib, doskaga chiqib gapiryapman, qarasam 10 ta odam meni o'zimga qarab o'tiribdi. Yoqqan bu menga. O'qituvchilik menga yaxshi ekan deganman. O'zi mikrofon hamchi bitta anaqa mansab berilgandek ta'sir qilar ekanda, mikrofon yoqar ekanda odamga. Doskaga chiqib gapiryapman, nimadirlarni yozyapman, tushuntiryapman. Hamma qarayapti, eshityapti. Ustoz deyishadi, yoshi katta odamlar meni. Nafsga yoqadigan narsa-ku bu. Xursand bo'lganman-da, darsi ichkari kirganman o'qituvchilik. Shu etap kelgan, o'sha o'qituvchiligimda endi o'sha birinchi gruppamga qilib ko'rganman. Umuman noto'g'ri ataylabdan umuman kursga oid bo'lmagan noto'g'ri ma'lumotlarni berib ko'rganman, zo'r hazm qilishgan o'sha informatsiyalarni. O'sha yerda keyin bilganmiz, ya'ni bu alohida mas'uliyat ekan. Chunki hech kim sport qilmaganda, men umuman noto'g'ri informatsiyalarni berganman-da. Shunaqa ekan deb normal qabul qilishgan. Keyin to'g'rilaganmiz, yo'q, hazillashuvdim, bunaqa emas deb ochib berganman. Lekin o'sha kurs o'tish davomida o'zim bilmagan narsalarni bilishni boshlaganman. Ya'ni eshitganman, o'qiganman, lekin o'zim mag'ziga yetib bormaganman. O'sha narsani ichiga yetib borganman. Mana hozirgacha dars berayotganimizda shu nyuanslar hali ham bor. Qaysidir noldan bo'lmasam, bizning kursimiz noldan berayotgan paytimizda kimdir oldin buxgalter bo'lib ishlaganlar kelib qoladi yoki-da hozir buxgalter bo'lib ishlayapti, lekin nimadir yetmayapti. Kelib qoladi. Mana hozir bitta opa keldilar, Dilnoz opamidi? Shahnoz opamidi? Zamirapada Glabuxni o'qib, menga noldan kelyaptilar. O'zi Glabuxni o'qib kelyaptilar, keyin noldan ham kelyaptilar. Yo'qdi, maqtadi. Ularda ham savollar boshqacha. Ya'ni boshqalar atrofdagi kursdoshlarning savollari boshqacha, ularning savollari boshqacha. Ya'ni nima demoqchiman? Qancha dars beravergan saringiz, o'zingizni shuncha kashf qilib boraverar ekansiz, miyangizdagi narsani shuncha kashf qilib boraverar ekansiz. Bu dars berishda. Buxgalteriyada qanaqa bo'ladi? Ya'ni mana 10 ta firmani buxgalteriyasini olgandan keyin salohiyati o'shanga yetgandan keyin bo'lib to'xtadimi karyera yoki-da nimadir qilish kerakmi? O'smoqchi bo'lsa qanaqa qilib vaqt yetishmasligi bo'ladi, ilm yetishmasligi bo'ladi. O'smoqchi bo'lsangiz, birinchi etap siz kelganingizda soldat bo'lasiz, universal. Shartnoma ham yasab tashlayverasiz, men mehnatga ham kirgizib tashlayverasiz, трудовой договорlar qilib tashlaysiz, prikazlar qilib tashlaysiz, kerak bo'lsa protokol bayonnomalarni olasizda, o'shani ham to'g'rimi, noto'g'ri nimaga qilyapman o'zi tushunmaymiz. Prosta qilamiz, na avtomatik. Keyin bir mahal kimda qachon, masalan, bir xil odamlarda 6 oyda shilchoq yonadi. To'xta deydi. Men o'zi nima qilyapman? Nima uchun bu ishni qilyapman? Men o'zi to'g'risi qanaqa bo'ladi? degan narsa sekin uyg'onadi-da, u kemirishni boshlaydi. Agar mana shu narsa uyg'onsa, bu zo'r. Bo'lmasa, o'sha universal soldatligimizcha qolamizda o'sish bo'lmaydi. Universal soldat keldi meni oldimga. 10 yil помощник бухгалтер bo'lib ishlabdi. 10 yil. Как можно помощник бухгалтер etapda 10 yil ishlash? Men bu narsani qabul qila olmadim, chunki men ko'zim oldida qancha odam o'qiyapti, o'syapti, o'sganida ne только ularda ishda o'zgarish bo'lyapti. Ular o'zligi men bitimda sразу pagonim paydo bo'ldi deydi. O'qiyotganda hurmatim bitdi oshdi deydi. Hurmati oshgandan keyin boshqacha o'tirishlar, boshqacha gapirishlar. Men o'sha qizlarning videosini qo'yaman deb birinchi darsdan keyin olgan otsifim bor. Umuman boshqacha tembrda gapirilgan.
kursi yarmidan keyingi olinayotgan odzivlar вообще boshqa tembrda gapiriladi, потому что bilimini ko'rsatganidan keyin, o'qiganidan keyin pogoni paydo bo'ladi, ishonch bo'ladi. Hattoki ayollar aytadiki, men bilan deydi erim gaplashmasdi, menga vaqt ajratmaysiz deb doim erim orqasidan yurardim deydi. Keyin deydi erim biznesmen-ku deydi. Men deydi uni masalasini buxgalteriya, soliq tomonlama muhokama qilib, mana bo'ladi deb gapirsam, sekin-sekin men bilan erim suhbatlashyapti deydi. Keyin deydi bir kuni deydi ertalab deydi shundoq mashinaga o'tirg'izdi, aytmadi-da deydi, tog'ga olib ketdi meni. Представляете deydi. 10 yildan oshgan turmush qurganimizga deydi, erim bilan biror marta bir kun целый деньni o'tkazmagan ekanman deydi. Вот mashdagi ishonch, mashdagi ilm уже meni erimni ko'zini oldidagi reputatsiyamni o'zgartirdi deyapti. То есть вот это ilm, ishonch, to'g'ri informatsiya bu действительно reputatsiyaga ta'sir qiladigan narsa. Men esimdan chiqib qoldi, nima narsani gapirishim. Karyera haqida. Ha, karyera. Karyera. Endi bu karyerani qilish uchun karyera nima qilish kerak? O'qish kerak dedik. Lekin o'qish uchun siz universal soldat bo'ladigan bo'lsangiz, vaqtingiz bo'lmaydi sizni. Xuddi shunaqa. Siz o'zingizni o'sha kasbingiz doirasida cheklab olishingiz kerak bo'ladi. Nima ishni bajarasiz? Buni bosh etapda gaplashiladi. Boshida aytiladi, men buxgalterman deyiladi. Счет fakturaga qarayman, доверенностьga qarayman. TTNga kim qaraydi? Davay kelishib olamiz shu joyni deydi. Masalan, TTNga o'zi buxgalter qarashi unchalik ham to'g'ri ish emas. Bunga alohida bitta operator qo'ygan yaxshiroq. Потому что buxgalter undan ko'ra важныйroq, undan ko'ra pulliroq joyini hal qila oladigan odam. Buxgalterga yuklash bu qimmat ishchiga juda arzon pulga bitadigan ishni qimmat ishchiga bitirish degani. Поэтому TTN masalasida ham kelishib olish kerak. Отдел kadr ishini olmaslik kerak, yurist qiladigan joylarni olmaslik kerak. Konkretni o'zini ishini qiladigan bo'lsa buxgalter, undan keyin u vaqtida kelib, vaqtida keta oladi ishdan va shanba oddihda dam olishga vaqti bo'ladi. Ana o'shanaqa paytda u o'zini ustida ishlashga vaqt ajratadigan bo'lsa, bu обязательно korxonani pulida ko'rinadi. Любой o'sgan buxgalter korxonaga kamida biriga bir foyda bera oladi. Hozir 1 milliard soliq to'layotgan bo'lsa, 500 millionga tushira oladi o'sha solig'i. Hattoki undan ham kamga tushira oladi. Agar bu o'zidan ustida ishlayotgan buxgalter bo'lsa, universal soldatlikda karyera qilishi iloji yo'q. O'ylash kerak emas, что men uni ham, buni ham bilaman desam, meni ishga olishadi, menga ko'p pul to'lashadi. To'lashmaydi ko'p pul. Hamma narsani baravar qilsangiz. Siz kamroq pul oling, lekin aynan o'zingizni ishingizni qiling. O'sing, mana masalan, помощникdan boshlaymiz. Odatda eng to'g'ri variant ham shu. Помощникdan boshlash. Chunki bu yerda главный buxgalter sizga bilib bilmagan holda ustozlik qiladi. O'zini vaqtini investirovать qiladi, bilimini investirovать qiladi. Keyingi etap главный buxgalterlikka o'tish, bu yerda qo'rqib ketish holati bo'ladi. Men главный evla olaymanmi? Meni qo'limdan keladimi? Glabuxda o'qiyotgan помощник buxgalterimiz bor edilar. Kursda o'qib yurganlarni o'zida 3 ta yirik soliq to'lovchi. O'sha paytda level 100 milliarddan oshsa edi. Hozir endi oshgan-ku nimamizda 750 ming bo'lgan. Lekin o'sha paytda 100 milliarddan oshsa yirik soliq to'lovchi edi. 3 ta shunaqa korxonani главный buxgalter qilib tayinlab qo'ygan. Просто bilimi oshgan. O'sha qizda bo'lgan strah, men qanaqa qilib javob beraman degan narsa. Mana shu mas'uliyat orqasidan men o'qishim kerak, o'rganishim kerak deb ko'proq o'qishga vaqt ajratyapti-da. Hattoki uni ish vaqtida dars bo'ladigan bo'lsa, помощник olib berib qo'yishdi u qizga-da, sen borasan o'qib kelasan. Sen evliysan, senda o'xshavyapti, sen evliysan deyishyapti. Rahbarlar o'zi помощник beryapti. Bu uni qo'lini tekuchkadan, texnik ishlardan bo'shatadi-da. Miyasida o'ylashga joy qoladi, vaqt qoladi. Paqqa miyani o'stirmagunimizcha karyera bo'lmaydi bizda. O'sish har doim miyadan boshlanadi. Undan keyingi etap o'qiydi, izlanadi. Har doim maslahatga kiradi. Mana bunaqa qilsak, menimcha ekonom qilamiz. Mana bunaqa qilsak noto'g'ri bo'ladi. Bu qilayotgan ishimiz jinoiy javobgarlikka olib borish kerak, buni to'xtatish kerak-da. Biz mana bunaqaga, masalan, oddiy abnal yoki naqdga material olib, uni sotuvga kirg'izish, bu juda katta zarar yetkazadi korxonaga. Oldin bu sistemada ishlangan, bu sistemaga qaysidir joylarda ko'z yumilgan bo'lsa, уже betam tartiblashtirish boshlandi davlat tomonidan. Kerakli instrumentlar, avtokameral hech bo'lmaganda, shunga o'xshagan instrumentlar kiritilyapti-da, уже buni
o'zini cho'nchagida his qilyapti tadbirkor ham. Уже bu yerda buxgalter o'zini ishida rivojlanmaydigan bo'lsa, knopka bosish etapida bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa karyera to'g'risida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu buxgalter, скорее всего, ishini yo'qotish arafasida turgan buxgalter deb qaraladi-da, muammo keltirmaydigan shaxs qidirish boshlanadi tadbirkor tomonidan ham. Ko'p manda Glabuxga kelishadi-ku, men ularni обратно nolga jo'natib yuboraman. Chunki bazasiz kelgan bo'ladi. Bazasiz degan nima degani? Ularga o'rgatilgan juda mashhur gap bor. Sen shundoq birovga ustoz tushgandek amalda o'rgan. Borma hech qanaqa kursga, o'qima noldan balansgacha hech narsa o'rgana olmaysan unaqa kurslarda. Ustozi qo'lda o'rganasan. Ustoz shogird bo'lib o'rgan. Ustoz- Nazariya kerak emas. Da, nazariya kerak emas. Praktika Ustoz muhim. shogird bo'lib o'rgan. Masalan, optoviy торговляga keldi, nimani o'rganadi u odam? Zidoksda shartnomani kopiya qilishi, счет fakturani kopiya qilishi, TTN yozishi, nari borsa доверенность bilan pul chiqarish. Faqat bu emas-ku buxgalter ishi. Aznesda hozir edo удобный bo'lib qolgan, bitta knopkani bosadi, главный buxgalter ochsa, уже aznes bardak bo'lib yotgan bo'ladi. Yaxshi, agar u главный buxgalteri ilmi yetsa bu bardak tozalashga, a to shunaqa menga outsourcega keladi firmalar, bu bardakni главный buxgalter hattoki tozalashga aqli yetmagan ham bo'ladi. Da, того кошмарный nimalar ham aznes bazalar ham keladi bizga outsourcega. O'shunaqa paytda ular главный buxgalterligiga kelib o'qishadi, chunki amalda o'rgangan, shablon berilgan, ishlagan savoliga javob topishni bilmaydi. Keladi, men deydi, bu narsadan qiynalyapman, bu narsadan qiynalyapman, men bundan qiynalyapman. Sen tushuntirayotgan narsani vashi tushunmayapman. Mana shunaqa to'poymanmi deb yig'lab berishadi dars paytida. Yig'lab berishadi. Zamira opa 2 yo 3 darsga keladi-da. Men 2-3 darsga kelyapman, men tushunmayapman deydi. Ularni уже men o'zim jo'nataman. Bor mana shu odamga noldan balansgacha o'qib kel. Qayerda turasan, men bitta bor, men bu odamga men bitta noldan balansgacha o'qib kel. De, пока baza bo'lmaguncha, baza degani вот это fundament. Ularniki ustozi qo'lda katta bo'lgan, fundament yo'q. Ular faqat bitta devori, o'sha ulgurji savdoda 4 ta dokumentni kopiya vstavka qilishi biladi xolos. Baquvvat fundament bo'lishi uchun вот это nazariy qismini noldan balansgacha baribir olish kerak. Undan keyingi etap tormozni bosmaslik kerak. O'qish ustida пока biz o'qimas ekanmiz, biz to'xtayveramiz. Masalan, men 1000 ekspert bo'lganimda ham, eng yuqori levelga chiqdim deb hisoblaganimda ham men har kuni o'qiyman. Hech bo'lmaganda ertalab kofe ichish odati bor. Kofe ichayotganda Lexus'ni ochaman-da, oxiriga nima qonunlar chiqdi. Kim nima to'g'risida gapiryapti. 20 minut kofe ichsam, 20 minut faqat mana shu informatsiyani yengilini o'rganaman. O'qishdan umuman to'xtash kerak emas. Ko'pchilik buxgalterlar tekuchkada qolib ketadi. Поэтому ularda karyera bo'lishi juda qiyin masala. Karyera bo'lmasa pul ham bo'lmaydi. Pul bo'lmasa oilada tinchlik bo'lmaydi. Oilada tinchlik bo'lmagandan keyin o'qish yana yoqmaydi. То есть mana shu faktorlarni qisqartirish uchun universal soldat bo'lishni to'xtatishdan boshlash kerak bo'ladi ishchi. Endi mana universal soldat bo'lganman men ham. Dilnoz opa ham bo'lganlar. Ko'pchilik universal Men ham soldatdan bo'lganman. Boshida o'z hamma boshlang'ich bo'ladi. shu etap. Boshlang'ichda shu etap. Endi meni omadim universal soldatlikdan chiqib ketishimga omadim. Menda erkinlik bo'lgan. Hamma firmam onlayn bo'lgan. Menga qanaqa bo'lgan? Ertalab turardim, bemalol ishimga xohlasam borardim, bo'lmasam kompyuterim uyda bo'lsa ishlab o'tirardim. Ya'ni menda bu universal soldatlikdan chiqib ketish etabi sal osonroq kechgan. Qaysidir firma keyin meni offlaynga chaqirganda, bemalol borib, o'sha offlaynda firmada ishlab, malakamni oshira olganman. Aslida qanaqa bo'lgan bu narsa? Universal soldatlikdan chiqib ketish. Ko'p hollarda universal soldatlikda mana kimnidir помощник bo'lib, universal soldat bo'lib yurgan paytingizda, "Yo, men nima qilmoqchiman" desangiz, главный buxgalter shuncha tayyorlagan odamim ketib qolishidan qo'rqib, to'sqinlik qiladi. Yo oyligidan kesilishidan qo'rqadi u odam ketib qolishidan, yokida eplolmasligidan qo'rqadi. Unga ta'ziqli bo'lishni boshlaydi. Qanaqa qilib chiqib ketsa bo'ladi shu narsadan? Firmalarga yetdik. Mana siz aytdingiz, HR ishini HR qilsin, kadr ishini kadr qilsin, yurist ishini yurist qilsin dedingiz. Rahbarga to'g'ri tushuntirish kerak emas Rahbarga narsani. tushunsa aytaylikda rahbarga aytyapti, shartnoma qilish kerak bo'lgan bo'lsa yurist bilan gaplashing deyapti. Lekin rahbar aytyaptiki, qilsang qil, bo'lmasam tiqilyapsiz buxgalterlar deyapti. Shartni olaman, boshqasiga beraman deb. Sandan arzonroqga qilinadi. Хорошо. Da, bor shunaqa 500 ming so'mga uchet yurg'izadigan buxgalterlar bor. Uni mana bitta firmani ishini qilishga deylik kuniga 2 soat vaqt ketsa,
agar masalan juda kichkina, juda удалённый yurg'izish mumkin desak, 2 soatdan haftada 30 kun bo'lsa, deylik 60 soat vaqti 500 ming turadi. O'sha odamni 60 soat vaqti 500 ming. Buni взвешивать qilib ko'rish kerakda. Bu yerda tadbirkorga to'g'ri tushuntirilsa, tadbirkor unaqa gap gapirmaydi. Tadbirkorga tushuntira bilish kerak, muloqot qilish ko'nikmasi ham bo'lishi kerak. Masalan, menda bor shunaqa qizim, o'zini yaxshi ko'rsatish uchun o'zi aytib beradi shu narsani. O'zini yaxshi ko'rsatish uchun shartnoma qilishni bilgan bo'lib, Telegramdan shartnoma so'rab olgan, ichini to'ldirgan, jo'natgan, qabul bo'lgan, oradan vaqt o'tgan, boyagi shartnomadagi taraf buni korxonasini sudga bergan. Bir gali 100 million undirib olgan sud qarori bilan, bir gali 160 million. 260 million jarima to'layotgan narigi korxonaga bu korxona egasi. Nega? Chunki u shartnoma kopiya olingan shartnoma. Xaridori naryo tomonni maksimalniy risklari hisobga olingan tomondan tuzilgan bo'lganda, bu tomon juda ham risklari ochiq qolgan bo'lgan. Mana shu undan foydalanishgan ular. Ular demak gрамотный yuristi bor bo'lgan odamlar bo'lgan. Shu shartnomadan foydalana bilishgan. Bu yerda shartnoma olib kelishi mumkin bo'lgan mana shunaqa yo'qotishni buxgalter tahlil qila olmaydi. Nega? Buxgalter 4 yil yuridikada o'qimagan yuristlar shu shartnomani tuzish uchun qaysi bandlari riskli, qaysi bandlarni qo'shsa riskni kamaytirsa bo'ladi. Mana shu partnyor bilan bo'ladigan bu narsani 4 yil har xil qonunchilikni o'qib o'rganadi yurist. Biz xohlasak ham bunaqa ilmni yuridikada o'qimagan bo'lganimiz uchun o'zimizda jamla olmaymiz. Bu narsani agar tadbirkorga to'g'rilicha tushuntirilsa, masalan, yuristga boraylik, enli summa 1 million bo'ladimi, 2 million bo'ladimi? Bitta shartnoma qildiraylik o'zimizga obrazец. Bizani huquqlarimizni himoya qiladigan bo'lsin. Agar spor bo'ladigan bo'lsa, o'sha yurist o'zi soprovождать qilib bizani shunaqa pulni yo'qotishi oldini oladigan holatga olib kelsin. Men yurist emasman, 4 yil yuridikada o'qimaganman, sani pulingni kuydirib qo'yishni xohlamayman deydigan bo'lsa, tadbirkor ayamaydi 1 million, 2 million yoki qanchadir enli summasini o'zini kelajakdagi 260 millionga tushgan bitta shartnomadan ketma-ket bo'lgan 260 million men bilan sug'urib berib yuborish osonmi? U 260 million kelish uchun qancha odam, butun komanda mehnat qilgan. U tadbirkor o'zi qancha pulini вкладывать qilib, o'sha 260 millionni olib kelish uchun normal mehnat qilib qo'yganda u tadbirkor. Buni sug'urib berib yuborish oson emas. Biz masalan buxgalterlar ham 260 millionni yig'ish uchun 1 oy 2 oy mehnat qilmaymiz. Normal kolичество vaqt mehnat qilib o'sha pulimizni jamg'arsak 260 million deylik bo'ladi-da qaysidir etapda. Birovni pulini shundoq berib yuborish bo'ladi-da. Agar buxgalter shu gapni gapirishdan iymanib, baribir yana mentalitetga qaytamiz-da. Bizda nima kuchli? Andisha kuchli. Yana bitta dunyoqarash shakllanib qolgan. Men buxgalterman, direktor nima desa shuni aytgan qilishim kerak. Men o'zim ham darslarimda aytaman-da, misol uchun buxgalter 5 в 1-da. Haqiqatda, mana misol uchun o'rtacha va kichik bizneslar hammasini buxgalter qiladi, buxgalter qilish kerak degan tushunchasi bor-da. Lekin biz mana nima qilganimizda, Sabohat opamda o'qiganman, Zamira opam nimalarda, qanchalik bitta shu do'g'ri aytganlaridek ahamiyati sifatdan nimasidan ertaga xuddi shunaqa risk tushib qoladi-da. Eng yomoni direktor shuni bilmasang nima qilarding aralashib deydi. Ya'ni o'zingizga qo'yadi shu ayb. Men misol uchun darsda aytayotganman, siz hozir misol uchun bitta o'rtacha firma olsangiz, sizga to'g'ri keladi, to'g'ri bo'ladi. Dogovor qilib bering deyshadi, mana shu hamma kadr ishi, nima mashinani qiling deb aytishadi. No siz o'sha misol uchun oddiy dogovor holatini tushuntirib bera olmasangiz rahbarga, ertaga mabodo qanaqadir mana shunaqa vaziyatga tushadigan bo'lsangiz, ayb sizda qoladi. Ya'ni bilmasang nima qilarding aralashib deydigan gap keladi. O'shaning uchun yoki riskni o'zingiz tushuntirib bera olishingiz kerak dogovor degan, yoki yuristga qildirishingiz kerak. Ya'ni dogovor qilish bu buxgalter ishi emas. Bu yurist ishi. O'shani sizlar oldindan, ya'ni ana o'zi mana boya aytdilar, misol uchun prosta operator buxgalter emas-da, buxgalter tafakkur qilishni bilish kerak, analiz qilishni bilish kerak. Bu qanaqa vaziyatda o'sha ertaga bu firmani qanaqa ahvolga tushib qoladi yoki masalan bitta qilgan xatosidan ertaga nima vaziyatlar kelib chiqadi, o'shani mas'uliyati-da bu. O'sha
endi misol uchun leveli oshmasa, masalan darajasi oshmasa degan u mas'uliyat olishni xohlamagan buxgalterlar 10 yil o'tirursa kerak bo'ladi. Menda bir xil o'quvchi aytadi, Dilnoz menga главныйlik kerak emas, men просто o'zim ishimni yaxshi qilsam bo'ldi. Ну, хорошо, sen xohishing shu, demak senda mas'uliyatda mas'uliyat, lekin главный buxgalterlik bu haqiqatda mas'uliyat. Sen o'sha firmani puliga baribir javobgarsan birinchi o'rinda. Ertaga uni дальнейший kelajagiga baribir sen как direktor bilan bitta уровеньda turibsan. Har bitta o'sha qilayotgan действий o'zingga keladi. Nimaga etmagansan, nimaga to'g'ri maslahat bermagansan yoki nimaga bilaman degansan degan narsa keladi. Buni oldindan, misol uchun men haligacha saboq bilan ishlayman. Misol uchun tam qanaqadir shartnomalar kerak bo'lsa, endi bizda outsource, bizda ham xuddi shunaqa tadbirkorlarda bor bir xillarda fikr, o'zinglar qilib beringlar. Men aytaman, хорошо deyman, o'zimiz qilib beramiz. Uni bu yuridik masala, bu alohida yuristga biz to'lov qilamiz. Buni puli mana bunaqa bo'ladi. Biz to'g'ri saboq topamga yo'llaveramiz-da. Saboq topam ko'rib beradilar yoki maslahat beradilar-da. Shu bilan men haligacha o'zlari bilan konsultatsiya siz shu etapga keldingiz. Shu etapda siz hozir tushunib yetgansiz, shunaqa qilish, ya'ni shartnomani buxgalter qilish xatoligini, отдел kadr buxgalter bitta bo'lish xatoligini bilgansiz. Lekin shu oraliqda shu etapga kelishingizda nima xato bo'lgan sizda? Eng qimmatga tushgan xatoyingiz? Yo'q, menda xato bo'lmagan, men saboq topamda o'qib chiqqanman. Ungacha yuristlikda o'qib chiqqan. Men ungacha bilmaganman, что bu darajada bu doговорlar важныйligini-da. Men o'sha saboq topam o'sha kurslarida huquqiyda o'sha payt. Hozir ham bor. Buxgalterlarning yuridik malakasini oshirish. O'sha shartnomalarni qanchalik muhimligini ular tushuntirib berganlaridan keyin men aytganman, yo'q, demak bu meni masalam emas. Saboq topamga boringlar deydigan bo'lganman. Ungacha nima qilardim? Googledan ko'chirardim dogovor, o'qib chiqardim, tak, jetta normalniy bo'lsa kerak derdim-da, direktorga tashib yurardim. A u vakasi noto'g'ri ekan. Bilsam, o'qigandan keyin, bildingiz, tushundingiz, o'qigandan keyin. Sizda unaqa muammolar bo'lmagan? Qanaqa muammo? Mana shu boya keys aytib berdingiz-ku? Aha. Bitta kichkinagina e'tiborsizlik 250 million jarimaga sabab bo'ldi. Menda bo'lgan помощникlik etapimda mana bunaqa bo'lgan. Demak, bankda ishlayotganimda 2004-yil bo'lsa 10 million katta pul bo'lardi. 2004-yilda 10 millionni olardim-da, boshqa yoqqa chiqarib yuborardim. Nega? Kopiya qilishni o'rgatishgan-da menga. Men kopiya qilayotganda qaysidir joyini o'zgartirsam, qaysidir joyini o'zgartirmayman. 10 million pulni rosa qidirganmiz-ki. Bir 2 kunmi, 3 kunmi o'tirib qidirib topganmiz. 10 million haqi ketib qolganini. Borish kerak bo'lgan joyim bormagan. Yana bitta joyda bitta отделga yordamlashib borganman. Ikkita отдел bitta xonada o'tirardi. Ora-orada bu yoqqa yordamlashib turardim. Bu avtokreditda pulini so'ndirishga kelgan odamlarga kvitansiya beradigan отдел bo'lgan. Men kopiya qilganman-da oldingidani, boshqa birov to'lagan pulni boshqa birovga yopaverganman. Oy yopilgan paytda pul to'lagan odamlar qarzdor bo'lib chiqib kelgan. Debitor aralashib ketib qoldi. Aralashib ketib qolgan. Bu boshlang'ich etapda, demak, o'sha bank etapida o'shanda kopiya vstavkani qanchalik xavfliligini ko'rsatadigan narsa. Bu narsa uchun отдел начальнигimiz premiyasiz qolardi. Keyin pastga tushardi-da, o'sha oyda kimga 2 marta pul tushdi ekan kredit so'ndirishga qidirardi. Скорее всего, buni puli bu bo'lsa kerak, buni puli bu bo'lsa kerak deb titkilab, вот это помощникka qilgan xatosini отдел начальнигga qanaqa qimmatga tushganini isbot. Xato bo'ladi, действительно, boshlang'ich etapda. Agar bundan sразу xulosa chiqarib to'g'irlansak, bu zo'r. Lekin bitta xatoni qayta qilish bu bu katastrofa. Xo'p, endi yaxshi buxgalter qanaqa ajratib oladi o'zi tadbirkor? Bu vayshi qiyin masala. Men xos tadbirkorlar orasidaman-da, masterminddaman-da. Vayshi tadbirkorlar shunaqa bu og'riqli nuqtasiligini tushundim. Men kelayotgan buxgalter bilimini qanaqa tekshirib olsam bo'ladi? Menga checklist qilib bering dedi. Nima narsasiga qarang, hozir to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, qanaqa tekshirsam bo'ladi? Shunaqa ko'p tadbirkor kelyapti. Yo'q, unaqa shablon to'g'rimi? Давайте sizlarda sizlar nima qilyapsizlar? Menchi hayron qolaman, bu boyagicha uvernisga bog'liq bo'lsa kerak-da. Direktorlarga borganda suhbatda men o'zim hayron, o'zimni o'quvchilarim boradi, $1000-2000 gaplashib keladi firmani olib-da. Lekin hali уровень u darajada emas. Ularning gapirish ohangi datda bu uveringki, haligi tadbirkor ishtadi, zo'r ekan, bu zo'r bilar ekan deydi. Men aytaman, qoyil, zo'r, молодец. Omad bersin deyman, lekin men o'zim
hali u darajada duxim yetmaydi to'g'risi. Bizada ham bitta shogird bor edi. Zamirapada ham o'qidi. Keyin u bola kursni bitirdilar. Qayergadir ishga kirdilar ofitsiantlik. U qanaqa joy edi? Joy o'sha zdaniyani arendaga beradigan joy edi. Arendaga berish bilan shug'ullanadi. O'sha yerda o'tirib ishlayotdi. Bilyapti, arendada o'tirganlarning buxgalteriyada muammosi bor-da. Shot faktura yozganda to'lov qilishyapti, o'sha joylarda shartnomalarda oqsoqlanishyapti. Arendada o'tiradiganlarning oldiga chiqib qoldi-da, srazida. Men o'zim qilib beraman, shu yerda o'tiribman. Xohlasangiz. O'sha yerda 50% firmani yig'ib oldi. O'ziga. Outsourcega aylanib ketib qolibdi-da. Outsource qilib oldi-ki. Voy, молодец. Sizda ham o'qidi keyin borib. Keyin bir suhbatlashib qoldik. Kursni bitirganiga qancha bir yil bo'ldimi? Suhbatlashib qoldik. Summa haqida aytmayapti-da, summasini oshkor qilmayapti-da. Ibrohim akada o'qitdi, anaqa xalqaro buxgalteriyada MSFga o'qigan. Ibrohim aka taklif qildi uni. Keling, birga ishlab ko'raylik debdilar. Necha pul berasiz degan, faloncha summa beraman deganlar. Yo'q, men bu summaga rozi bo'lmayman degan. Qanday pul xohlasiz siz bizdan? Desa, men menimcha summa topaman deb aytib qo'ydi og'zida akaga. 4000 aytdi. Bu xuddi ya'ni menga qurtishyapti hali yo'qolgach. Nima tushmayapman, men shogirdim, mendan o'tib ketdi. Bir yilda o'tib ketmadi hali. Bir yildagi rezultat. Bir yildagi rezultat. Menda bir yildagi rezultat emasding. Bir yildagi rezultat emas. Keyin o'ylayapman, nima men bunaqa desam, yo'q, shuncha pulni tashlab ketamanmi deyapti-da. Yo'da zo'r praktika olasan. Xalqaro darajadagi buxgalteriya haqida gap ketyapti. Sen bu ozgina sabr qilib tursang, keyingi etapga o'tib ketarding, bundan ham ko'p pul toparding desam, yo'q, men o'sha to'shkaga tashladim deyapti. Qanaqa to'shka desa, tanishlarni bizga olib keldi, o'qidi tanishlarida, har bitta o'qigan tanishlarini firmalariga qo'yib chiqqan. Har bitta firmasiga bir kun ajratadi, aylanib yuraveradi. Men ishlamayman o'sha deyapti-da. Молодец, умничка. Вообще boshqaruv prosesini zo'r boshqarar ekan bu bola. Tadbirkorlik ham qonida bor. Shunaqa. Keyin o'tiramiz, o'zi anaqada Nazarbekda nimada turardilar, kvartirada turardilar. Uyaldim. Uyaldimmi? Молодец. Вот mazza qiladigan joyim shu. O'quvchilarim kelib menga ham aytishadi, uyaldim. Bu vasha zo'r joy. Keyin bitta shogirdimiz bor edi. Bizda o'qidilar, bir 4 oy o'qidilar. Keyin ozgina yurdilar, ishsiz yurdilar-da. Keyingi patok ochilishida yana keldilar. Yana o'qimoqchiman dedilar. Birinchi patokda pul to'lab o'qigandim, ikkinchi patokka pulim yo'q. O'qimoqchiman dedilar. Bo'pti-ki, o'qitdik. Kursda gaplashib endi oldin o'qigan, ancha yaqin bo'lib qolganmiz. So'rayapman, nima ish qilyapsan o'zi? Desam, yo'q, institutda o'qiyman, ishim yo'q dedi. Daromading qayerdan? Desam, uydagilardan pul olyapsanmi? Desam, yo'q dedi. Nima qilyapsan? Desam, shanba yakshanba kunlari Martkor bozoriga chiqaman dedi. Uyalmayman dedi. Chiqaman, kundalik xarajatlarimni ishlab topaman. Yo'l kiram, ovqatlanishimga yetadigan pul topib olaman dedi. Yaxshi dedim. Keyin kursni bitirdi. Ozginadan keyin ishga kirdi, eshitdik, xursand bo'ldik-da. Keyin bir payt keldi. Sovg'a salomlar bilan kelyapti. Xursand bo'ldim. Nima bo'ladi desam, ishlayotgan firmamiz shunaqa narsalar olib kiradi chetdan dedi. Shirinlik. Zo'r dedim, oldim, olib qoldim. Nima gaplar o'zing dedi, gaplashib o'tirsam, shu bitta firma kelyapti, o'sha ozgina anaqasi bor, savolim bor dedi. Постановление qilish kerak ekan dedi. Xo'p, qanaqa ekan? Tushuntirdi. Necha pul deyapti desam, men 2000 deyapman, ko'nmayapti deyapti. Necha pulga ko'nar ekan desam, 1,5 mingga ko'nar ekan deyapti. Ko'nsa 1,5 mingga qilib ber, uni qiyin emas ekan deb tushuntirdim. Keyin o'zi necha pul topolsan desam, shu 2000 deyapti. Deyapti. Bartkorlik qilib yurgan bola, non pul, choy pul qilib yurgan bola, shu 2000 topyapti-da. Talashyapti tadbirkor bilan 2000 ga, xohlasang 2000 ga qilib beraman, xohlasang yo'q deyapti. Va eng biza o'qituvchilarni mazza qiladigan joyimiz mana shu yerda bo'ladi-da. Men ham o'quvchilarni nimaga sizlar ikkalanglarga yo'naltiraman, потому что sizlarda заинтересованность bor, ularning natijasida. Ko'pchilik o'qitadi, chiqarib yuboradi. Qiziqmaydi o'quvchisini keyingi hayotida. Menda yana bitta noldan o'qitadigan qizim ham bor, Sevara degan. U ham har bitta o'quvchisi bilan birga siqiladi, birga u natijaga chiqartiradi.
birga xursand bo'ladi, shunaqa joylari bo'ladi, hattoki ishga joylashtirib qo'yadi o'zi ham, помощник qilib joylashtirgandan keyin u yoqqa borib, "Men yerda hech narsa o'rganmadim, sizdan o'rgandim hamma narsani" deydigan o'quvchilarni ham gapini eshitib qoladi-da, juda xafa ham bo'ladi. Shunaqa holat, mayli, menga kerak emas, rahmati ham kerak emas. Главныйsi o'sha halol pulini topib ishlab yuribdi-yu, eng asosiysi natijaga chiqdi-yu deydi-da, shunisiga ham xursand bo'lib qo'yaveradi. То есть bunaqa ustozlar ko'p emas, bunaqa markazlar ko'p emas. Действительно, natijasiga o'quvchisini qiziqadigan. O'sha men ham aytaman doim, yozinglar natijanglarni, чтобы men yana ham ilhomlanaydi, sizlarga yana ham yaxshi dars berayman, undan ancha energiya olaman deb o'qituvchini nimasi bo'lsa kerak-da, haligi natija eshitganingizdan keyin yaxshi ham qilayotgan ekanman shu ishni deysizda. Bekorga ketmayotgan bilasiz. Bekorga ketmayotgan ekan deysizda. Menda shunaqa holat bo'ldi yaqinda. Charchadimda, просто bo'ldi dedim. Men outsourcing yaxshini qilaman dedim, o'quv markazi bo'ldi. Yopaman dedim. O'quv markazi qilish ham o'zi qiyin, dars berish. Bu qancha energiya, qancha bu mas'uliyat. Da, mas'uliyat. Men o'zim darsdan keyin 4 kun отходить qilaman desh charchoqdan. O'shani hali boshida eslayapman, o'zi nimaga ochuvding? Ochuvding, san o'sha insonlarga foyda intilishi uchun ochuvding. O'zimga o'zim hali istixora qilyapman, o'zimga o'zim andan qilyapman aytdim, san o'sha boshda odamlarga foyda keltiraman degding-ku, ne endi taslim bo'lyapsan, ne endi orqaga yuraversan, tip senga daromad qiziqmas edi-ku boshda, tip mana shunaqa qilib, yo'q, qilishim kerak ekanda. Aytganlaridek natijani eshitish menga qiziq. Men o'zim ham hozir baribir Allohdan, lekin harakat sababini qilishingiz kerak. O'qiganlarimni o'zim ham olib qolaman. Ya'ni harakat qilganlarni ko'rsam, уже bo'ldi, yaxshi imtihondan o'tdi, demak o'zimda qolasan. Ras menga kerak bo'lsami, demak kimgadir ham kerak bo'lasan. Harakat qilsa, buxgalter ham o'zi kerakli odam bo'lishi kerak-da. Просто так boyagi operator emas-da. Aynan kerakli odamligini bilsa, boyagi masala so'rovdingiz-ku, haligi tadbirkor qanaqa qilib ajratadi. Normalniy problemasi bilan buxgalter oldiga kelsa, o'sha buxgalter o'sha masalani yechib bera olsa, o'shanda menimcha ajratib olsa kerak. Odatda menda shunaqa bo'lgan. Katta firmalarga kelganda qanaqadir ular o'sha problemaga tushib bo'lishgan. Manimcha Zamira opamda ham shunaqa bo'lsa kerak. O'sha tushib bo'lishgan, a potom kelishadi-da, o'sha mana shunaqa vaziyatdamiz, nima qilsak bo'ladi. Agar shu masalani, misol uchun, buxgalter yechimini bera olsa, demak u buxgalter normal. Agar yechimini bera olmasa, demak boshqa qidirish kerak-da. Shunaqa deb o'ylayman. Shunaqa qilib ajratish kerak. Siz nima maslahat berasiz o'sha tadbirkorga? Bu buxgalterlar uchun ham foydali bo'ladi, потому что buxgalterlar ham o'ylaydi-da, bizning nimamizga qarab tanlar ekan. Nima narsa tsenniy ekan, men qilayotgan ishimda aynan qaysi xislat tsenniroq. Nimaga qarab tanlash kerak deb o'ylaysiz? Qanaqa tekshirsa bo'ladi? Endi tadbirkorlik ko'z bilan qaraganda do'sti. Hop. Tadbirkor buxgalter qanaqa ko'radi? Хорошо, вот. Men Dinozman fikrlariga 100% qo'shilaman. Bitta o'ylab topilgan bo'lsa ham muammo bo'lishi kerak, lekin yechimini tadbirkor o'zi bo'lishi kerak u muammoni. Yoki yechib bo'lingan muammo bo'lsa ham, shu muammoni bu qanaqa yechgan bo'lardi degan savol bilan kelish kerak. Bizga ham ko'p kelishadi. Mana bunaqa muammoyim bo'lib qoldi. Buxgalterim yaqinda bittasi keldi. Buxgalterim yo'q, topolmayman buxgalterimni deyapti. Xat kelgan, qo'rqib ketgan buxgalter. Bo'ldi, yo'q, telefonlar o'chgan, nomerlar boshqa. Telefonlar o'chgan. Realni shunaqasi ko'p keladi. Tekshiruv to'g'risida xat kelyapti, yo'q buxgalter. Summalar yozilgan, bo'lmasa hali o'z bo'yniga qo'yilgan summa emas. Shunchaki taxmin qilinayotgan. Taxminiy summa, to'g'rilasa bo'ladigan jarayon ekan. 600 million, 700 million summaga o'sha buxgalter tarki dunyo qoldi deb qoladi-da o'sha. Shunaqa kelyapti-da. Nima qilsa bo'ladi, deyapti. Ko'rdikda, bu yetsa bo'ladi, bu masalani menimcha summa bo'ladi, xohlasangiz qilib beramiz. Muammo yo'q dedik. O'ylab turdi-da, o'zi 600 million, 700 millionga a'zo bo'lib turibdi haligi odam, hal qilinmasa. Bu sal qimmat deyapti. O'zi dedim, shu sal qimmatlik qilyapti deb buxgalterdan qochganingiz uchun dedim, shu muammoga kelib turibsiz o'zi dedim. Shu dalishga tursiz, bundan botqoqga botib ketaverasiz dedim. Qancha yaxshi bersangiz, yaxshi buxgalter tanlab, yaxshi narx bersangiz, natijasi o'shanga yarasha bo'ladi dedim. Lekin maslahat berdim. Endi buxgalter bilan ishlayotganingiz mayli, biz bilan ishlamasangiz ham keyinchalik buxgalterni tekshirishni o'rganing, hech bo'lmasa. Qanaqa tekshirish kerakligini bilib oling. Ora-orada sizga kerak bo'lmagan ma'lumotlarni ham so'rab turing. Debitorkalarimiz qani ekan, kreditorkalarimiz qancha soliq chiqyapti, qani bitta ko'tarchi degan stressli savollar berib qoling. Qani buxgalter shu narsaga tayyor turadimi, yo'qmi? Narsani bilib oling deb maslahat berdim. Endi meni maslahatim shu Dinozga berganlaridagi qaysidir muammoni yechimini bera olgan buxgalter yaxshi buxgalter bo'ladi. Yoki-da tavsiya bilan borsa ham zo'r.
tavsiya bilan borsa ham zo'r. To'g'ridan to'g'ri bitta buxgalter oldiga borish emas, kimdandir so'rash. Ya'ni o'sha odam bilan ishlayotgan buxgalter, o'sha buxgalter bilan ishlayotgan tadbirkorlar bo'lsa, o'tib solib ko'rish kerak. Men agar tadbirkor bo'lganimda, buxgalter tanlamoqchi bo'lganimda, agar o'sha buxgalter o'ziga uверенный bo'ladigan bo'lsa, so'rardim. Qani qaysi firmalar bilan ishlaysiz? O'tib solib ko'rmoqchiman. Yoki qaysi firmalar bilan ishlagansiz? O'tib solib ko'rmoqchiman. Yolg'on o'tib bo'lmaydi, katta ehtimol bilan tadbirkor poddeshga qiladi. Hech bo'lmaganda shu ish qilish kerak. Eng yomoni tadbirkorlar buxgalteriyani tushunmaydi-da. Ular misol uchun nima so'rashni ham bilmaydi-da buxgalteriya. Amanda ko'pincha kelishadi, misol uchun o'sha buxgalteriyada ishlab yurganlar bo'lsa, dilnosib shunaqa vijdonim qiynaladi. Shunaqa uxlamayman bir xil paytda, men aytaman, "Asan o'shani pulini olsan-ku." Misol uchun nima qilayotganimni tushunmayman bir xil paytda deydi-da. Qo'rqaman deydi. Mabodo tekshirish kelib qolsa, menda nimadir bo'lsa-chi, demak, "Sen uni pulini olsan-ku. Bu sen uchun halolmi? Sen o'shani halollab olishing kerak. Ertaga mabodo muammoga tushadigan bo'lsa u firma, sani aybing bo'lib qolsa, u firmaga juda ham katta ertaga minus bo'ladi." Uni tadbirkor bilmaydi-da, ular o'zini vijdoni qiynaladi. O'sha pulini olaman, lekin o'zim u darajada hali nima qilayotganini ham tushunmaydi-da. Boyagidagi operator buxgalterda ular tushunmaydi nima bor. Muammo kelsa boyagidagi qochishni boshlashadi-da. Tahlil ham yo'q, analiz ham yo'q, hech narsa yo'q-da. Bo'ldi, просто bekinib olishadi, endi boshligini tiqib oladi, endi qushga o'xshab bo'ldi, shunaqa bo'lishadi-da. Endi yo'q, u pul olasizlarmi, uni halollash kerak. Sizga o'sha mas'uliyat berildimi? U tadbirkor, u biznesmen, u bilmaydi nima jarayon, qanaqa jarayon. Siz bilasiz, mas'uliyatni oldingizmi, glавныйligini bo'yningizga oldingizmi, demak javob berishingiz kerak. Allohning oldida ham o'zingiz o'sha 100 yorug' bo'lish kerak. Qanaqa bo'lganda bilmasangiz bilmayman deng, lekin o'qing yoki o'rganing. O'sish kerak-da, baribir o'sha bekorga ilm deyilmagan. Hattoki o'sha hozirgi ishlayotgan joyingizda ham pulingizni halollab olish uchun ham действительно o'qib o'rganish, o'sish kerak bo'ladi. Menda birinchi potok o'qitayotganimda, endi u paytda 25 kishi bilan ishlardim, kichkinaroq auditoriya bilan ishlardim. 25 kishidan bitta qizim bor edi. Har darsga kelib so'rardi, "Zamira opa, men bitta xato qilgan ekanman, перерасчет beraymi?" derdi. Men to'xtab tur, kurs tugasin. Kurs tugaguncha hozir bitta отчетni 10 marta перерасчет berib yuborasan. Hali men temalarni tugatmadim derdim. Har darsga kelib so'rayverardi-da, ошибкalarini yozardi, "перерасчет beraymi? Kurs tugasin, keyin berasan." Oxirigidan bitta dars oldin kelmadi o'sha qiz darsga. Обычно dars qoldirishmaydi bizada. No, o'sha qiz darsga kelmadi. Keyin aytib beryapti, "Men darsda kela olmadim, eslaysizmi?" deydi. "Men deydi, shunchalik xato ishlayapman ekan" dedi. "Men ko'rdim-da xatolarimni" deydi. "Men oyligimni olib polностью bog'chaga to'laganman, bolalarimga yedirganman" deydi. "Hozir men bolalarimga yedirgan o'sha pulim halolmikan deb mashindan siqilib, davleniyam, pochkam berib yubordi-da" deydi. "O'sha pochkam bilan, davleniyam bilan yotdim больницаga" deydi. "Dattavo siqilgan, men bolalarimga halol bo'ldimikan? Men qilgan ishim noto'g'ri ekan, noto'g'ri ishlab, shu topgan pulim halol bo'ldimikan degan narsani nimasida, asabida davleniyasi oshib ketib, dattavo sog'lig'iga ta'sir qilganda. Lekin bitta yaxshi tomoni, to'g'irlangan o'sha qiz to'g'irladi hamma xatosini-da. Eng qizig'i deydi, menga choy ishlagan globus xuddi shunaqa ishlaganda deydi. Men uni qilgan ishni prosta kopiya qilib ishlaganman, xolos. Hech narsasini o'zgartirmaganman. Menga choy qanday ish protsess bo'lgan bo'lsa, kopiya bilan xuddi shunaqa qilib davom ettirganman. Yillar davomida shunaqa ishlangan bu tashkilotda deb nima qilgan, keyinchalik u ishlagan period tekshiruvga tushgan, soliq tekshiruviga top-toza chiqqan, soliq tekshiruvida undan keyingi kelgan buxgalterlar 2-3 marta перерасчет berib yuborishgan uni ishini. Keyin u qizi o'ziga chiqishgan tadbirkorlar, "Sani periodingni o'zing o'tkazib bergin tekshiruv" deb. Tekshiruv o'tkazganda перерасчетlar noto'g'riligini, o'zini periodi, o'zi hujjatlar taxlash, o'sha globuxda o'rgatganimdagi hujjatlarni taxlagan bo'lgan, o'sha hujjatlar bilan soliq tekshiruvini bir sim pulsiz yopib berdim. Vijdonim toza bo'lib, o'sha periodimga keyin o'zim rozi bo'ldim. O'sha pulimni o'sha tekshiruv o'tgandan keyin endi halol bo'ldi o'sha olgan pullarim deb aytdim deyapti-da. To есть hozir ishim bor-ku, mana bitta qizimizda ham bo'ldi. O'qiyman desa, oilasiga kelayotgan, "Hozir ishing bor-ku" degan.
nima qilasan hozir o'qib shanba oddiq uyga qara, bolalarga qara, ovqating bor, bankani yopasan, yana nimadir. Sezon paytidami? Banka yopish chiqmasa boshqa masala chiqadi-da, shanba oddiqga to'la ish bo'lib turadi-da. Keyin u qiz ishxonam to'la beryapti, 50% vaucher yutib oldim. O'sha paytda как раз vaucher yutib olgan bo'lgan u qizimizni iltimos qilib keldilar. Oilasini rozi qilib o'qidilar. O'qib yurgan paytini o'zi 5 million oylik ishlardim deb yozib yubordi. Juda ham katta orzuyim bor edi. O'g'limni xususiy maktabda o'qitish, lekin ola olmasdim. Mablag'im yetmasdi dedi. Keyin o'sha joyi o'zida главный buxgalterim rusda, men o'zbekcha gapiraman, ruscha gapirolmayman. U meni eshitgisi kelaverardi. Hamma narsani so'rab, muhokama qilib, keyin oxiri o'sha главный buxgalter hozir buni oyligini oshirib bermasak ketib qoladi bizadan deb 11 million 800 qilib beribdi oyligini. Da kursi bitirmasdan o'sha shunaqa oylik qilib berib, u o'zini bolasini частныйga olgan, shunaqa xursand частныйda o'qita olyapman. Ato 45 ta bolam bilan bitta sinfda o'qiyotdi. Buni bilimi nima bo'ladi degan narsada siqilishda yuruvdim deyapti-da. То есть bitta rozi bo'lish ham bor-da. Rozi bo'lish ham bor o'sha etapiga. Oilasidagilar aytadi, o'qimay qo'yur, nima qilasan o'qib. Bu karyera masalasi oxiriga yetmay qoldi. Meni hali ham qiynayapti bu savol, chunki bu meni ichimdagi savol. Yozilgan savol emas, ichimdagi savol. Mana помощник buxgalter bo'ldim. Keyin ma'lum bir darajada o'zim mustaqil qarorlar qabul qiladigan buxgalter bo'ldim. Главный buxgalter bo'ldim. Hozir o'zimcha outsource qildim. Dars o'tib yuribman. Outsource-da endi bizlarniki sizlarni endi dars o'tib yuribman. Keyinim nima mana? Kerakmi keyini? Akbar, вот любой ishni qilayotganingizda menga kerakmi, nimaga kerak? Mana shu savolga javob bering oldin. Mana hozir men qilayotgan ishim bor. Bu menga n summa daromad beradi. Qornim to'yaptimi? To'yapti. Agar men bu keyingi etapga o'saman degan nima degani? Bu mashaqqat degani. Siz zona komfortidan chiqasiz, har kunlik raspisaniyingiz buziladi. Faqat o'qishga borib kelish bilan cheklansangiz, siz bilim ola olmaysiz. Siz yana qo'shimcha uyda kechasi uxlamasdan dars qilasiz. Masalan, menda hozir razbor formati kirgizilgan o'qishda bu gruppadoshlar bilan 5 kishi bilan o'tirib dars qilish kerak, o'zlashtirish kerak berilgan informatsiyani ham. Bu mashaqqat degani. Ilm olish bu baribir mashaqqatda. O'sha narsaga rozi bo'lsangiz, undan keyin keyingi level bo'ladi. Keyingi levelga chiqish sizga nima beradi? Oldin savolni qo'ying. Mana shu, xo'p, o'qiyman hozir, mashaqqatga tiqaman o'zimni, qiynalaman. Nima olaman? Rezultatim nima bo'ladi? Pulim ko'payadimi? Obro'yim oshadimi? Oilada o'rnim o'zgaradimi? Nima beradi? Shu narsa menga kerakmi, shu beradigan narsa? Agar действительно kerak deydigan bo'lsangiz, unda bu levelga chiqish uchun mana shu mashaqqatga kiraman, mana shu armiyani o'taman, keyin o'sha levelga chiqaman. Shu mashaqqat sizga kerakmi? Nima beradi? Sizda maqsad bormi oldinda qanaqadir? Menda nima narsa bor? O'zi eskidan shunaqa narsa borki, bitta narsaga erishish jarayonida maza qilasiz, erishganingizda bitta maza qilasiz. Это как yangi mashina oldingizda, bir kun ikki kun euforiyadan yurdingiz, qolgani norma уже. Keyin bevayda olmoqchisiz. Bevaydani haydab ko'rasiz, maza qilyapsiz. Bevayda olgungacha bo'lgan his-tuyg'ularingiz zo'r bo'lyapti. Haydab olsiz 1 oy, 2 oy haydadingizda, keyin sizga gelik yoqishni boshlayapti. Gelik olmoqchisiz. Keyin gelik olasiz. Sizda gelik bor-a, demak. Endi gelikka o'xshagan majoziy ma'noda qanaqadir maqsad bormi? Menda challenge nima bo'lyapti? Etapga chiqdim, outsource qildik, dars beryapmiz, auditoriya taniydi. Lekin qotib qolgandek his qilyapman-da o'zimni. Keyingi etapga o'tishni maqsad qilyapman. Ya'ni bu keyingi etapim challenge nima bo'lishini bilmayman. Ya'ni auditorligiga harakat qilish kerakmi yoki moliyaviy direktorligiga harakat qilish kerakmi? Yoki soliq maslahatchilik bo'lishga harakat qilish kerakmi? Nima qilish kerak o'zi? Keyingi challenge qilmoqchi bo'lgan odam. Kechagi Akbardan bugungi Akbar yaxshiroq bo'lish kerak-ku. U nimada ko'rinishi kerak? Yaxshiroq bo'lganingiz nimada bilinadi? Nima o'zgaradi yaxshiroq bo'lsangiz? Kechagi Akbardan bugungi Akbar yaxshiroq bo'lsa, nimada o'zgarish kerak? Natijalarda. Natija qaysi natija? Nima u? Xo'p, daromaddagi natijada pul ko'payishi kerak. Pul ko'payishi kerak va berayotgan qiymatimizdagi natijalar ko'payishi kerak. Tadbirkor ham puli ko'payishi kerak. Mana bizada tadbirkor puli ko'payishi kerak, sizni pulingiz ko'payishi kerak. Men maslahat bergan bo'lar edim unda. Agar shu narsa действительно sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, buni bir nechta o'zingiz yo'nalishingiz даже doirasida ketganda ham mana o'sha
qaysi biri pulni ko'paytiradi deganda o'sha narsa sizga yoqadimi yo'qmi shunisi ham muhimda. Sizga yoqmagan narsa определенный vaqt sizga pul olib kelishi mumkin, lekin majburlikdan qilasiz o'sha ishni. Yoqmasa ham просто pul beradi, lekin bu yerda uzoq vaqt qola olmaysiz, buni mutaxassis bo'la olmaysiz. Yoqmasa, yoqish kerak sizga o'sha narsa. To есть keyingi levelingiz bor sizni, просто yoqish kerak. Yoqadi, yoqmaydi, yeb ko'rganimizdan keyin bilinadi. Bizni mazasini bilmasak, bizga u ishni qilish yoqadimi o'zi, mana shu protsess yoqadimi yo'qmi bilmaymiz. O'shaning uchun yeb ko'rish kerak. Yeb ko'rish degani soliq maslahatchi bo'lib ko'rish kerak. Soliq maslahatchiligiga harakat qilish kerak, bo'lish kerak soliq maslahatchi. Soliq maslahatchi nima degani? Bu qaysidir muammoni ko'tarasizda, ichiga kirasizda, o'sha muammoni разбирать qilib, qanaqa yechim qilaman degan narsa. Mana shu protsess sizga yoqadimi? Bu yerda tadbirkor bilan ishlaysiz. Tadbirkor degani kim? U определенный xarakteri egasi. Bu xodim bilan ishlash boshqa narsa, tadbirkor bilan ishlash. Tadbirkor o'zining xarakterini ko'rsatadi sizga. Siz o'sha joyda yechim bera olishingizga, to есть muloqot qilish darajangiz bo'lishi kerak. Sizga kelayotgan davlat sizga pul to'langandan keyin, естественно, sizdan zaпрос bo'ladi. Sizga bu protsess yoqadimi yo'qmi mana shu ish? Tadbirkorlar bilan muloqot qilish, ular problemasini chiqarish, mana shunaqa qilib pul topish yoqadimi yo'qmi? Qilib ko'rmaguningizcha bilmaysiz. Agar yoqadigan bo'lsa, zo'r soliq maslahatchisiman. Agar yoqmaydigan bo'lsa, unda yana qayerdan pul qilsam bo'ladi? Auditorlik tekshiruvlari достаточно qimmat xizmatlar hisoblanadi. Качественный audit, lekin bu narsa menga yoqadimi? Bu nima degan? Auditorskiy proverka degan, o'sha buxgalter qilgan ishni olasizda, tahlil qilasiz. Nimasi xato, nimasi to'g'ri? Birovni ishini tekshirish menga yoqadimi yo'qmi? O'sha narsani ko'rishingiz kerak. Sizga yoqsa, bunda siz specialist bo'lib ketib qolasiz. Yaxshi ko'rgan ishingiz shunaqa ish bo'lishi kerakki, siz uxlamasdan qila oladigan ish ana o'sha yerda zo'r bo'lasizda siz. Birovni xatosini, azinisini men kechasi uyqumdan voz kechib qila olamanmi yo'qmi? Mana shu narsani ko'rasiz. Menga yoqadi desangiz, siz eng zo'r auditor bo'la olasiz. Agar bu ham yoqmadi menga deydigan bo'lsangiz, masalan, men o'zimga juda yoqadigan направление bor, bu высокооплачиваемый, bozorda bu specialist deyarli yo'q, bu moliyaviy menejer, moliyaviy tahlilchi. To есть finansoviy direktor desak bo'ladi. Moliyaviy menejerdan keyin keyingi level finansoviy direktor bo'ladi. Finansoviy direktor bu biznesni skladida ortiqcha tovarni, pul muzlatib yotgan joyini chiqarib olish kerak-da, pulni yaxshi olib keladigan tovarni taxlash kerak. Buni analiz qilib to'g'rilab olish kerak. Keyin soliq tomonlama, soliq maslahatchisi o'sha komandadagi bilan maslahatlashib, soliq yukini oldindan matematikasini chiqarish kerak. Производство отделda узкий горлышкani topish kerak-da, mana bu joyini to'g'irlash kerak. Mana shu turibdi bizning производственный mощность masalan 1 yilda mashincha kubometr beton chiqara olsak, biz hozir uni yarmini ham qila olmaymiz. Hatto оборудованиemiz, mощностimiz yetib beradi. Agar mana bu полный mощностьga qo'ysak, sotuv bo'la oladimi? Уже sotuv bo'limiga ham o'tadi. Moliyaviy menejer hamma bilan atrofda muhokama qiladi, keyingi yilga, keyingi 2 yilga yoki 3 yilga plan qilib beradi, pul tomonlama. Bu yerda действительно katta pul bo'ladi. Buni planni qilish uchun u hamma отдел ishini tushunish kerak, hamma bilan muloqot qilish kerak. Sizga mana shu protsess yoqadimi yo'qmi? Ko'rishingiz kerak. Bu tadbirkorga juda kerakli odam. Bunaqa odam bozorda, O'zbekistonning bozorida endi shakllanyapti. Juda kam. Xuddi buxgalterlarga o'xshab, ularni ham finansoviy direktorman deb kelaveradi oldingizga. Bitta terminni so'rasangiz, уже tushunib olasiz, finansoviy direktormi yo'qmi na samom деле. Качественныйsi bor, грамотныйsi bor. Просто qog'oz bilan, shablon bilan ishlaydigani bor. Ularni ham orasida-da, qaysi biri siz oldingizga kelayotgan tadbirkor ham hozir o'zi masalan ajrata olmaydi, filtrlay olmaydi. Agar sizga mana shu narsa yoqsa, kelajakdagi rejani qo'yish, xarajatlarni oldindan tahlil qilish, pulni oldindan tahlil qilish. Agar shu narsa yoqadigan bo'lsa, значит, sizni keyingi levelingiz moliyaviy menejer bo'ladi. To есть bizda patolog yo'q, bizda hali undan keyingi levellar ham bor. Просто undan keyingi levelga chiqish uchun oldin mana shu tortlarni yeb ko'rishimiz kerak. Mazasi bizga yoqyaptimi yo'qmi? To'xtovsiz biz bu tortni yo'laymizmi? Agar yoqadigan bo'lsa, это вообще zo'r pul qilsangiz bo'ladi. Masalan, menga o'zimga buxgalteriya yoqadi-da. Men turmushga chiqqanimda shunaqa holat ham bo'lgan. Xo'jayinim juda revnivoy odamlar-da, rashkchilar, ishlatmaganlar. Qaysidir moment ishlatmaganlar, qarshi bo'lganlar. Qaynonamga rahmat, который xo'jayinimni ugovoriz qilib, rozi qilib meni ishga chiqara oldilar. Baraka topsin. Juda baraka topsin. Da. Вот, ishga chiqqanimda shunaqa moment bo'lgan, hattoki xo'jayinim menga bildirmasdan men borsam, kelsam, prям meni следователь bo'ladi-yu, mana shunaqa darajada, shunaqa darajada o'tganmiz. Da, bir kuni shunaqa bo'lgan.
ajinslarimni taxlab, hujjatlarimni taxlab, kechasi o'tirganman, soat 4da, по-моему, uxlaganman. Hamma yoq qog'oz, ajins, dokument keyin bu qog'ozlar chiroyli terilgan, ajinsim vashi chiroyli chiqdi, uxlamaganman. Lekin ko'zim yonib turibdi. Soat 4, ko'zim yonib turibdi. Вообще xursandman-da. Ajinsim chiroyli, отчетga birga bir, qog'ozlarim chiroyli, maza qilganman-da. Xursand bo'lib, уже ishga ketadigan vaqt bo'lyapti-da, bir pastorib ishga chiqib ketish kerak, чтобы soat 9ga yetib borish uchun. Xo'jayinim o'shanda aytgandi. Sen qog'ozlaringni o'sha hidlab o'tirsang, sendan baxtli odam yo'q aytgan. Senga tegmaslik kerak ekan. Senga просто o'zing yaxshi ko'rgan ishingni qilishga qo'yib berish kerak ekan. Tegmaslik kerak ekan. Действительно o'shandan biri menga tegmanglar. В смысле, men nimadir inisiativa bilan chiqadigan bo'lsam, yo'limni to'smaydi. Ana o'shaning uchungina, to что xo'jayinim menga sharoit yaratib berganlari uchungina men ekspert bo'ldim. Ekspertlikdan keyin qaysidir loyihalarni boshladim. O'sha loyihalarni rivojlantirdim. O'shanda номер 1 bo'la oldim. Nimaga? Потому что erkak kishining ham roli katta-da ayollarda. Yo поддержка qilsa gullab ketasiz. Agar поддержка qilmasdan, yo men faqat uyda ovqat yeyman deganlarida edi. Faqat sen pishirgan ovqatni yeyman deganlarida edi, men o'sishga vaqtim bo'lmas edi. Ovqatni полный делегировать qilamiz, uy ishini полный делегировать qilamiz. Vaqti kelsa bolalarimizga nyanya qaraydi, o'zimiz qaramaymiz. No shu sharoitga rozi bo'lish kerak-da, turmush o'rtog'i ham поддержка qilish kerak. Ana o'shanda ular не только er-xotin emas-da, ular уже biznes partnyor bo'lishi mumkin, ular hamfikr bo'lishi mumkin, ular do'st bo'lishi mumkin в конце концов-da. Bitta maqsad qo'yib, bitta maqsadga harakat qilayotgan, ikkita birgalikda harakat qilayotgan, dunyo qarashi bir-biriga mos kelgan, maqsadlari mos kelgan, umuman boshqa levelda yashaydigan odamlar bo'lishi mumkin. Shani erkaklarga ham tushuntirib bera olish kerak-da. Ba'zida ayollar sporlashadi, ishlatmayaptilar, boshqa qilmayaptilar deyshadi-yu. Erkak kishi tushunmasa ham qiyin-da buxgalterlarga mana shu masalada. Chunki siz shu darajaga chiqqaningiz uchun, keyin qolganlar ham shu darajaga chiqishga sababchi bo'lyapsiz-da. Ummatga qancha foydalari teganda. Bir tarafdan hozir savobingizga sherik bo'lib turibdilar. Aynan shunaqa maqsad Qancha foydasi tegyapti. O'quv markazini ochish ham aynan shunaqa maqsad bilan boshlangan edi. Mana bunaqa stereotip ham bor. Endi stereotip bo'lmaydi. Qaysidir ma'noda to'g'ri, hammaga ham tushmaydi, to'g'ri, lekin bu narsa ayol kishi pul topsa buziladi deyshadi. Ayol kishi pul topmasa buziladi. Yo, kuzatganman-da, kimdir ishlamaguncha yaxshi edi, keyin ishlab pul topgandan keyin qanaqadir miyaga qurt tushadi. Endi o'zim qila olayotganman. Endi teskarisini maskiga isbotlab beraman. Endi meni fikrim bu. Mana ko'rgan uyda keyslar. o'tirganimda oynadan qarayirdim-da. Ayollar ko'chada semishga chaqib, bolalarni plashatkada aylantirib yuribdi, domda turardi u paytda. Qarayirdim-da, shunaqa havasim kelardi. Mana shu mazza, полный vaqti o'ziniki. Bolalarim bilan shug'ullanyapman, bolamga qarashga vaqtim yo'q, ish doimiy ravishda. Qanaqa mazza shu odamlarga. Bir kuni chiqib o'tirib ko'rdim o'shani bilan. Просто gaplashishga o'xshaydi tema topolmadim, jim o'tirib eshitib o'tirdim. Ular gaplashayotgan gaplar menga ma'qul kelmadi. Ular umuman boshqa narsalarni gaplashar ekan. Ular bir-biriga maslahatlar berar ekan. Причем bu maslahatlar keyinchalik ularni uyida janjalga olib keladigan. Sen eringga mamnaqa qilishing kerak, sen qaynonangga mamnaqa deyishing kerak, sen bilan mamnaqa qilishing. Позволять qilish kerak emas. Bir-birini miyasini mana shunaqa chayqab o'tirishar ekanda, ishlaydigan ayolda mana shu dajichi birovni uyiga kirib, u uyidagi holatga ko'zi tushgan bo'lsa, bu ayol mamnaqa ekan deb o'shani ham chayib o'tirishar ekanda, suyigini yuvib o'tirishar ekan. U har xil holat bo'lishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, bolasi aynan o'sha kuni masalan uborka qilmagan bo'lishi mumkin-da o'sha ayol. Lekin shu darajada chayqab o'tirishar. Bular kimlar? Bular, который ishi yo'q, gaplashishga gapi yo'q, o'sishga interesi yo'q bo'lgan ayollar. Har doim ayol kishida o'qishga interes bo'lishi kerak. Hech bo'lmasam Qur'onni o'qib, bolalariga o'qitib o'tirsa, bu ham ish masalan. Maqsadsizlikdan kelib chiqadi, aytayotgan suhbat, to'g'rimi? Maqsadsizlikdan emas, ilmsizlikdan menimcha. Ilmsizlikdan yoki oiladagi qo'yilgan nimadan. Ayol kishi ishlamasligi kerak, uyda o'tirish kerak. Seni patologing shu, uyda o'tirib ovqat pishirasan, uy supurasan, bolalarga qaraysan. Bo'ldi, mana shu narsa qo'yilgan. Tomonidan ham zaпрос bo'lmaganda, sen agar masalan aytsa, bizda tadbirkorlarda bitta nimada eshitdim shunaqa keysni, agar bola bir pora Qur'onni yodlasa, ular chet elga chiqib dam olib kelishar ekan. Ayollar raqabati bu.
oilaviy. Ayollar rag'bati bu. Bu уже hamma ishni yig'ishtirib qo'yadi-da, chet elda dam olish вообще maza narsa, masalan. Uy ishini qilmaydi, hech narsa qilmaydi. Oilaviy ish yo'q. Bu kamdan kam bo'ladigan narsa-da. Hozirgi kunimizda oilaviy yig'ilish kamdan kam. Kechki ovqatda oila bilan birga yesak, ito xursand bo'lamiz-da. To'g'ri podxod qo'yilgan ekanda. Da. Hali ayolni nima qilishga. Bu yerda yana erkak kishini ta'sirida oiladagi. Da. To'ppa-to'g'ri. Baribir boyagi ayollik ham erkaklarda bekorga mas'uliyat katta emasda. Men o'zim o'quvchilarimga ham aytaman, misol uchun xuddi Zamira opam aytganlaridek uyda o'tiradigan ayollar bo'lsa, men aytaman, ayolingni uyda o'tirgani g'iybatga, serial ko'rishga, hayotdagi bo'lmag'ur ong tushiradigan narsalarni ko'radi, o'sha bilan kunim bilan chalg'iydi, kechqurun sani miyangni yeydi-da. Bo'ldi, nima bo'ladi? Boshqa birov uni programmirovat qiladi. Qaysidir kinoda, qaysidir tam kanalda boshqa birovlar uni miyasini bizda muammo shu-da, faqat qaynona bilan kelin, er bilan xotin, mana shu narsa-da. Qaysi o'zbek seriallarini qarasangiz, mana shu narsa. O'qitish kerak. Вообще ayol haligi pul topsa o'zgaradi degani, endi u balkim bordir qanaqadir u просто tabiatini ochib beradigan narsa. Pul odamni mana izначально tabiati bor-da odamni. Pul просто o'sha tabiatni chiqarib beradigan narsa xolos. U izначально masalan tabiati shunaqa bo'lsa, что tili jag'i bor o'zi, просто pulsizlik uni jag'ini ishlab ushab turadi. Lekin tabiati o'zi shunaqa. Bu pul o'sha jag'i ochib yuboradi. U izначально sodda kamtar odam bo'ladigan bo'lsa, pul topganda ham o'sha levelda bo'ladi o'sha odam. U ichki tabiati esa shunchaki ko'rsatib beradigan narsa pul. Qaytanga ayolni bezmaska ko'radi. Gap bo'ldi-da. Yaxshimi? Pul odamni o'zgartirmaydi, pul qanaqaligini bildiradi degan gap bo'ldi. Ishlatib ko'rish kerak. Pul topgandan keyin mana bu. Xo'p, Dilnoz opaga zo'r savol bor. Xo'p. Top kadr bo'lib ham ishlagansiz, Glab ham bo'lib ishlagansiz, yaxshi tashkilotlarda va men outsource ham qildingiz. Qaysi bir yaxshi? Ya'ni top kadr bo'lib ishlagan yaxshimi yoki outsource tadbirkor sifatida outsource bo'lgan yaxshimi? Ya'ni bu ham bir tadbirkorlik ichiga kirsa kerak outsource'dan. Mengacha bilasizmi nima boya siz so'radingiz-ku, masalan, qaysi darajaga chiqishim kerak, bilmayapman deysiz-ku. Men masalan hamma sohada ustoz aytganlaridek qiyinchilik bor-da. O'ziga yarasha mashaqqatiga tayyor bo'lsangiz, siz o'tasiz o'sha mashaqqatidan, baribir tushasiz, boshingizga tushadi o'sha narsa. Lekin nima uchun harakat qilayotganingizni his qilsangiz, u mashaqqatlar ko'rinmaydi. Mendagi boyagi qaysi bir yaxshi deyotganingizga, menda birinchi o'zimda ummatga foyda tegishi bo'lganda, meni anaqam, men ummatga foydam tegishi. U o'quv kursdan bo'ladi, u outsourcedan bo'ladi. Misol uchun men his qilsam o'sha foydam tegayotgan bo'ldi, men o'shani maza qilaman. Hali natijani eshitsam maza qilaman deylar-yu. O'shanda aytaman, demak, men bekorga harakat qilmayotgan ekanman, bekorga yurmayotgan ekanman. Misol uchun qaysi darajada o'sha boyagi o'quv markazi yopaman, bo'ldi, to'xtataman deganimda, men aynan mashi nimam, yo'q, men ummatga foyda tegishim kerak. Ammo bu daromad, bucha Alloh buyuk hisobchi, o'zi hisobda-da. Sizni qilayotgan yetkazadi, qilayotgan harakatingizga, ichingizdagi nimaga o'zi yarasha yetkazadi-da o'shani. Misol uchun men pul tarafini o'ylamayman, mana shu tarafi meni tortadi har doim. Shu bo'ldi, to'xtadim deganimda, meni mana shu narsa esimga tushadi. Sen ummatga foydang tegishidi-yu niyating. Nimaga to'xtayapsan? Harakat qil. Вот agar o'quvchilarim natijasini eshitsam, demak, yaxshi ham o'quv kursi ochgan ekanman deyman. Firmalarim natijasini eshitsam, yaxshi ham buni ham qilgan ekanman deyman-da, men shundan maza qilaman. Misol uchun o'quvchilarimga qanaqadir foydam tegdimi, yechim bera oldimmi, firmamga qanaqadir yechim bera oldimmi, o'sha meni ruhlantiradi. O'shaning uchun men tanlamayman. Bunisi ham his qilsam, bo'ldi, demak, men yaxshi qilgan ekanman. Qaysi biri foydali bo'lsa, o'shanisi qaysi biriga foydam tegayotgan bo'lsa, o'sha biri yaxshi. Bu savolni nimaga berdim? Menga ora-orada shunaqa takliflar bo'lib turadi-da. Biza bilan ishlasangiz, men buncha summa beramiz deyshadi. Hamma ishingizni tashlab, faqat biza bilan ishlang deydi. Bu yoqda outsource ham bor. Outsourceda endi mas'uliyat ko'proq bo'ladi-ku. Firmalaringiz ko'p bo'lganini hisobiga. Qaysi joyda shu mas'uliyatdan qochib, o'sha yoqqa o'tib olaymikan degan xayol keladi. Bu yerda outsourceda не только firmalarda bo'ladi sizda mas'uliyat. Siz outsourceda xodimlarga vaqtida oyligini, sharoitini qilib berishingizda ularda ham mas'uliyat bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Действительно, намного birov o'zingiz xodim bo'lganingizdan ko'ra, boshqaruvchi bo'lganingizda mas'uliyat ancha katta.
Lekin ikkinchi tarafi ham bor. Mana hozir outsource qilganimizdan keyin, bolalarga ish topshirganimizdan keyin ancha свободныйman. Qo'lingiz bo'shadi, Qo'lim vaqtingiz bo'shadi. Oldin shu Telegram tim qilsa shartta ochardim-da, ya'ni kimdir pul chiqarish kerak, faktura haqida nimadir narsa so'rashmabdimi deb kompyuterlarim qo'limda yonimda ko'tarib yurardim-da. Endi hozir ancha spokойныйman. Telegramdan javob kelsa, 10 minut kutaman, agar javob berishmasa, o'zini o'sha xodimimizga, komandamizga bolalar yozaveramiz, qarab oling. Siz so'rashyapti deyman. Endi tirsa haftalashadi. Mana shu o'tib ketsammikin deyapsiz-ku, misol uchunda, mana xodimlar bilan Zamira opam ishlatadilar, juda ham qiyin-da, siz unga shuncha o'rgatasiz-da. U sizdan yaxshiroq oylikni eshitsa tappa ketib yuborishida, bu juda ham siz mehnatingizda, просто men o'sha xodimlar menda hali xudoga shukr unaqa vaziyat bo'lmadi. Tashlab shartki, men boshidan aytaman. Men misol uchun men bilan ishlayapsanmi, bilgin rizq Allohdan. Men faqat sababchiman. Sen boshqa yoqqa ketsang ham o'sha peshiningga yozilgan rizqni topasan, undan ortig'ini topmaysan. Lekin sen baraka kirishini xohlasang, demak, mana shu men bilan keldingmi, mendan hunar o'rgandingmi, demak, men bilan oxirigacha borishing kerak. Agar problemang bo'lsa, senga yo pul kamlik qilayotgan bo'lsa, lutcha dardingni o'zimga ayt. Misol uchun bitta holat bo'lgan, menda bitta o'quvchim bo'lgan, shunaqa pul sabab ketib qolgan boshqa yoqqa. Bo'lgan unaqasi. O'sha mana haligacha o'zimga aytaman, men o'shandan masalan, mayli norozi emasman, roziman deyman, lekin haligacha misol uchun o'sha nima? O'sha yuribdi-da. O'sish bo'lmadi. O'sish bo'lmagan, lekin undan keyingi menga kelgan xodimlar уже ancha o'sib ketdi-da undan. U hozirgi topayotgan daromadidan уже menda keyin keldi, lekin meni hamma qiyinchiligimga yonimda bo'ldi, men bilan bo'ldi. Hozir ulardan ancha yaxshi topishadi-da уже. Qachonki sizni komandangiz, mana misol uchun siz u yoqqa o'tib ketsangiz ham, bu yoqqa o'tib ketsangiz ham, agar bitta komanda bo'la olmasangiz, misol uchun o'zingiz ras biznes qilyapsizmi, buni tadbirkorlar biladi, misol uchunda. Komandangiz kuchli bo'lmasa, siz o'sishingiz qiyin bo'ladi. Mana hozir misol uchun men ham o'sha outsourcing aralashmayman. O'sha даже boyagi texnik ishlarni ham bilmayman o'sha. TNT jo'natish ham shu tufayli men uni bilmayman. Mana shunaqa narsalardan chiqib qoldim-da, ancha. Adines-ku men kirmayman Adinesimga. O'zim endi bitta o'sha outsource uchun bitta firma qilganmiz. O'shani Adinesini o'zimda ushlab turibman. Adines nimada ushlab turibman? Bolalarga dars o'tayotganim uchun Adinesda ushlab turibman men o'zimni. Lekin yengilliklar, qanaqadir TTNKdagi mexikalar o'zgarib ketishlaridan men вообще uzoqdaman-da. Bolalar malmaq bo'lyapti deb ko'rsatib berishsa, yaxshi zo'r turganda ichimda. Yaqinda bitta chiqib qolmadi deysizmi? Va nima bo'lyapti menga deyapman-da. Men orqaga qarab ketyapmanmi, oldinga qarab ketyapman? Bu yaxshimi yo yomonmi bo'lyapti-da. Keyin bitta outsource qiladigan akamiz bilan gaplashuvdik. Anchadan beri outsource qilishardi. Komandaligisi ham katta. Shu mana shunaqa vaziyat haqida gaplashuvdik. To'g'risi men ham bilmayman dedilar. Bir xil paytlarda gaplashamiz, men sizga yechim beraman. Bir xil paytlarda tadbirkor keladi, tadbirkor bilan savol javob muzokara qilyapmiz-da. Tadbirkorlik savoliga javob bera olmay qolaman-da. Chaqiraman xodimni-da. Men vaziyatga qanaqa yechim berasan sen deb, xuddi o'zimni bilmasligimni bekitgandek bo'laman. Yana bitta odam aytayapti, juda siz ham taniysiz, odam ismlarini aytmayman. Juda zo'r topoviy menejerlar, anaqa topoviy kadrlar, outsourcelari ham bor, audit firmalari ham bor, o'zlari ham juda ham kuchli anaqa mutaxassislar. Maslahat olgani bordik. Didoxga aloqador bo'ldi ichi. Bo'l, anaqa qilaylik, hozir joyida ko'rsatib beraman deyaptilar-da. Yoshda kompyuterga o'tirdilar-da. Didoxga qarab kirardi deyaptilar-da. Nima anaqa mag'zini biladilar. Qayerda nima qilish kerakligini biladilar. Texnik protsessi bilmaydi. Kirish bilmayapti, Didoxga kirish bilmayaptilar-da. Voy bo'ling. Bunaqa odam bilan qanaqa ishlayapmiz biz deyapman-da. Ya'ni qaysi tarafdan o'ylaysiz, bu zo'rmi yo yomonmi? Men o'sishingiz kerak. Siz yetib kelibsiz o'zingiz sohangizda patologda. O'sish kerak. Qanaqa o'sishi keyin alohida o'rgataman. Buni ommaga olib chiqmay qo'ya qolaylik. Chunki auditoriyamiz hozir sal boshqacharoq, o'shaning uchun. Men bu Dilnozada bo'ladigan narsadan men boshida o'tganman. O'sha 21-yilda chiqib ketgan bo'lsam, 21-yilda outsourcelarni, markazlarni boshlagan bo'lsam, har bitta
paytda ketayotgan xodim как man yuragimda og'riq bo'lardi. Yoki ishdan bo'shatish kerak, bir xil xodimlarni ko'rib turibman, ishi bilan spravlyatsiya qilmayapti. Absolyutно nol. O'sishga ham harakat qilmayapti. Spravlyatsiya qilmayotgan, даже осознавать ham qilmayapti. Bitta ошибка qayta ming marta tushuntirsangiz ham o'sha bitta ошибкада o'shanda qotib qolgan kadrlar bo'ladi. Ularni o'sha qo'yib yuborish kerak. Ularni ushlab o'tirish kerak emas. Ammo o'ylayman, voy bu yolg'iz ona. Bu hozir bolasi bor, buni расходi bor, bu kvartirada turadi, bu tam ota-onasiga hozir pul olib kiradigan единственный yoki uyida tam invalid singlisi bor, onasi qaraydi, bu единственный pul jo'natadigan qiz deymanda, o'sha mani komandamda bo'lish kerak emas bo'lgan odam ushlab turaman. Maksimalni uzoq. Bu narsa bizda ham bor. Keyin xo'jayinim bir kuni aytdilar, ko'ryaptilar, 2-3 ta kadr bor shunaqa, juda qiynayapti mani. Mani faqat vaqtim yanchitsa qilish bilan o'tyapti. То есть u qiladigan ishi boraman, o'rgataman. O'rgandim bittadan emasda, yana ertasiga boraman, yana xuddi shu narsani boshqatdan qilaman. Va faqat vaqtim ularni xatosini to'g'rilashga ketyapti. Faqat ular bilan ovoraman. Keyin xo'jayinim aytdilarki, Zamira, sen razzoq emassan, sen o'zingdan kimga savol olding dedilar. Ularni rizqi mana yozilgan rizqi bor. Sendan ketsa ham uni uyiga kelish kerak bo'lgan pul keladi. Qo'yib vor ularni dedilar. Prosta qo'yib vor dedilar. Ogohlantirgan, vaqt bergan, ishini qidirsin, topsin, boshqa qilsin. No qo'yib vor, ko'ryapsan-ku, sani manda ozgina techение tezroq, oqim tezroq, ulgurish kerak odam, prям yo oldinga ketadi men bilan mani skoristimda, yo u komandamdan tushib qoladi-da. Mana mani skoristimdagi odam emas-da, u ham qayerdadir kerak odam. No, uni o'zini skoristiga mos biznes bor qayerdadir. Ish bor uni o'ziga qayerdadir. No, mani skoristimga mani komandamdagi odam emas. O'shani qo'yib yuborishi boshlagandan keyin уже действительно bizda o'sish ham, boshqasi ham bo'ldi, rivojlanish ham bo'ldi. Qo'lim yankalikdan bo'shadi, полностью yankalikdan bo'shadi. Men hozir 100% qabul qilganman, rizq Allohdan. Men rizq beruvchi emasman, men razoq emasman. Razoq bor, который buni rizqini qayerdandir yetkazadi. Men javobgar emasman. Bu ishini qiladi. Men bilan dogovor qilgan ishiga kelishilgan summa bor, summani oladi. Ishini undan zo'r qiladigan bo'lsa, bizda KPI sistemasi bor, har doim rag'batlantiruvchi to'lovlar bor. Sen meni ishimni mendan ko'ra yaxshiroq qilib ber, masalan, oddiy mobilograflarga. Sen yangi kreativ qo'sh, har bitta qo'shgan kreativingga menimcha doplata beraman. 20 talab yangi kreativlar nimadirlar qo'shishadi, o'zligisini videolariga. Prosta montaji o'zida ham, to есть bizda KPIlar bor. Sen ishingni yaxshiroq qiladigan bo'lsang, o'sha pul olmaysan, sen ko'proq pul olasan. Lekin ishingni sen planini, mashinasini bajarmaydigan bo'lsang, sen даже oyligini olmaysan. Masalan, kuniga nechtadir video topshirishing kerak bo'lsa, sen o'sha videoni topshirib, planni yopmaguningcha prosta 9 dan 6 gacha kelib ketganing uchun sen pul olmaysan. Sen o'sha kuni kelganingda senga vaqt hisoblangan, mana shuncha vaqt berilgan, mana shu ishni topshirishing kerak. Topshirasan, действительно bizda bo'ldi 1 oyda ishini topshira olmadi, keyin yana 1 hafta o'sha ishi planni yetkazdi, keyin oyligini oldi. Lekin oyligini va'da qilingandan ko'ra ko'proq oldi. Chunki yaxshiroq qilingan, sifatliroq qilingan joylari bor edi. 1,5x oylik olindi va'da qilinganidan. No, ishi topshirib bo'lgandan keyin. Ko'ryapman, keyingi oyda u odamlar уже boshqacha ishlayapti. Kuniga planini oshiqchasi bilan yopishga harakat qilyapti. Уже kadrlar masalasida bir umr men bilan ishlaydimi? Yo'q, hech kim siz bilan bir umr ishlamaydi. Oxirigacha hech kim ishlamaydi. Bu narsani talab qilish ham unchalik biznes tomonidan meni nazarimda to'g'ri bo'lmaydi. Menda bor bitta firma bor, yirik soliq to'lovchi, 24 ta 30 ta buxgaltergacha ushlaydi o'zida. Buxgalterlarni oldin menda malaka oshirishga jo'natardi. Главный buxgalter ularda almashmaydi, lekin men bu tekuchkadagi помощникlar doimiy almashib turadi. Главный buxgalter aytibdi, Zamira opa deyapti, menga onlayn kursga shartnoma bering deyapti. Nega onlayn? Offlayn yaxshi-ku. Onlaynda kontrol qila olmaysan, o'qiyapti, o'qimayapti, bilyapti, tushunmayapti desam. Offlaynda deydi, sizda shunaqa atmosfera bor deydi Zamira opa deydi. Ketib qolishi mumkin deyapti. Offlaynga borgandan keyin bular o'sadi deydi. Keyin deydi, bular помощникlikka rozi bo'lmaydi deydi. Bularni birpasda главныйligiga taklif ham qilishadi deydi qayerdandir deydi. Keyin ular ketib qoladi deydi. Bizani HR boshqatdan помощник buxgalter qidiradi deydi. Biladi HRimiz sizda zo'r bilim oladi, sizda действительно nima bo'ladi. No, kadr ketib qolganimiz uchun HRim hozir rozi bo'lmayapti, o'quvchilar, meni shogirdlarim sizda o'qitishga deydi. Sizda atmosferingiz vashe boshqacha deydi. To есть, HR sizda o'qiganlarni qidirish kerak-da.
O'qib bo'lgan bo'lish kerak sizda. Да, то есть Muammo и yo'q, rozi да? bo'lish kerak, ular помощник Ha, bo'lishga. rozi bo'lish kerak. Да, ну bu Lekin siz o'qiganlar помощник bo'lishga rozi bo'lmaydimi? da manda o'qiganda da bizada вот inplastda nimasi farq qiladi. Biza faqatgina bilim bermaymizda, biza ishiga qaraydigan rakursni o'zgartirishga harakat qilamiz. Biza fokusni kerakli joyga qo'yishga harakat qilamizda, bu pulda ko'rinishni juda ham xohlaymiz. O'sha pulda ko'rinishiga o'zimiz ham nima qilamiz, harakat qilamiz. Har bitta o'quvchimizni pulda natijaga olib chiqishga. O'shaning uchun bizada o'qiganlar kamdan kam помощник levelda qoladi. Sizni o'quv markazingizda уверенность berasiz. Siz o'quvchilaringizga уже уверен bo'lgandan keyin, hatto помощникlikda yuribdi, уверенda уже o'qib chiqqandan keyin bo'ldi, главныйлigi уже da'vo qilishni boshlashadi. Sizda o'sha narsa bor. Mana komandada kuchli bo'lish kerak deyapmiz. Komandani rahbari sifatida biza komandadan kuchliroq bo'lishimiz kerak. Texnический bilimda kuchli bo'lmasligingiz mumkin, texnический bilimda. Lekin tadbirkor bilishi kerak. Mana sizlar o'sha tadbirkor leveldasizlar, lekin sizlar hali buxgalteriya o'qiyapsizlar. Sizlar o'qiydigan отдельный boshqa kurslaringiz bor. Ana o'sha kurslardagi bilimlar yetishmagani uchun sizlarda hozir mana shu savol turibdi-da. Bizni komandadan kuchliroq bo'lishimiz kerak. Qaysi ma'noda? Mag'zini действительно bilishimiz kerak. Qonunda kuchli bo'lishimiz kerak. Yechimni bera olishimiz kerak. Не обязательно u bilan o'tirib отделенияga qatiga kirg'izish. Bu texnический savol, bemalol qidirib topa olsan, o'zing mustaqil qidirsang, mendan so'rama, meni vaqtim bo'lmadi bunaqa savolga deya olishimiz kerak. Lekin o'sha xodim biz bilan maza qilib ishlash uchun, psixologически unga komfortniy bo'lishi uchun, o'sha xodim menda shunaqa holat bo'ldi, bitta xodim ketdi, nimadir sabab bilan xayrlashgani keldi uchebni sentrga, quchoqlashdi, xayrlashdi. Keyin bu yoqda bitta bo'sh joy, bo'shagan joy bor edi. Boyagi xodim bu yoqdagi setdi. O'sha xodim chaqirsam maylimi dedi. O'zi 2 oymi bo'lgan edi bo'shaganiga. Keyin chaqiruvdi, srazu bir kunda naryoqdan bo'shadi, yana qaytib keldi menga. U xodimga men bilan ishlash komfortniy bo'lish kerak, yoqish kerak bizdagi atmosfera. Uning uchun biz o'zimizni ustimizda ishlashimiz kerak. Masalan, sizda unaqa narsa bo'lmaydi-yu, problema, lekin ayollarda, может, Dilnozada ham bo'lmas, но menda o'zi shunaqa xarakter, temperamentniman, juda ham emotsionalniy odamman, jahlim chiqadigan bo'lsa joyida ko'rsatishim kerak jahlimni. Urush kerak bo'lsa joyida urushishim kerak, masalan, boshqachasiga ham muomala qilib ketsa bo'ladi, lekin menda emotsiyani ushlab turish holati qiyinroq. Men tushunaman, что buni ustida men ozgina ishlashim kerak. O'ta emotsiyalar bilan. Sizda unaqa narsa bo'lmasa kerak, sizda bo'li og'ir, erkak kishilar o'zi hammasi og'ir bosiq. No, mana shunaqa joyda уже kadrlarga qachon komfortniy bo'ladi, qachon sizga lider deb ishonsa bo'ladi, sizni komandangizda ishlashni xohlasa bo'ladi. Bu отдельный ilm. Bunga buxgalteriya kurslarida o'qitilmaydi. Alohida kurslaringiz bormi? Yo'q. Biznes kurslari Yo'q. Men hali o'zim bu sohada talabaman. Men o'zim o'qiyman. Qanaqa mijozlar bilan ishlamagansiz, ishlamagan bo'lardingiz va hozir ishlamaysiz? Ya'ni filtringiz nimada mijozlarni tanlashda? Mijoz tanlashda filtr qo'ymayman. To'g'risi, agar outsource masalasi bo'ladigan bo'lsa, misol uchun har xil odam bilan uchrashasiz-da. Bir xillari bor, слишком kaprizni, bir xillari bor, shunchaki tashab qo'yadi, o'zingiz nima qilsangiz qilavering. Bu shaxsiyatga bog'liq bo'ladi. Da, qanaqa firma misolida ham aytasiz. Endi misol uchun agar u firma harom qanaqadir bir ozgina shubhasi bo'lsa, ishlamayman. Уже сразу aytaman, u unaqasi откazlari bo'lgan. Ya'ni chunki u topayotgan puldan bizga baribir oylik beradi. U bilan ishlamayman, lekin odam shaxs sifatida misol uchun xarakteri qanaqa bo'lsa ham, lekin halol bo'lsa ishlayveraman. No, xarakterini o'zimizga yo moslab olamiz, yo o'zimiz unga moslashib olamizda. No, odatda menda misol uchun menda har bitta xodimimga bo'lib bergan bo'lsam firmasini, odatda o'ziga o'xshagan rahbarlar keladi. Misol uchun kaprizniroq xodimim bo'lsa, direktorlar ham kaprizni aytaman, ko'rdingmi, o'zingga o'xshagan. O'zingga o'xshagan. O'zingni ko'rur deyman. Ani shart etadigan xodim bo'lsa, direktor ham shart etadigan, ko'rdingmi? Sen o'zing shunaqa qilsa, shuning sen ham shunaqa kelyapti deyman. Misol uchun men o'zim mana shunaqa bo'lgan, men o'zim bilan komfortni gaplashishadi rahbarlar. Unaqa nima qilishmaydi, hech muammo ham bo'lmaganda. Hozir endi yig'ilib, hozir kelayotganlar shunaqa konfliktli vaziyatlar bo'lib qoladi bir xil paytda. No,
все-таки baribir haligi уровеньingizni ular bilsa sizni foydangiz tegayotganini bilsa baribir shunga qarab muomala qilishadi baribir. O'zingiz kim bilan ishlamagan bo'lardingiz? Hop, bizda hozir filtr ancha bo'lgan filtr qo'yilganiga hozir ham bor bu filtr. Tamaki mahsulotlari, alkogol mahsulotlari savdosi bilan, ishlab chiqarishi bilan va kredit bilan qanaqa faoliyat bo'yicha bo'lsa, kreditga aralashadigan bo'lsa va yoki omonatga pul qo'yadigan bo'lsa, sразу отказ qilamiz. Qiziq voqea bo'ldi. Yandex bilan ishlaydiganlar bor-ku. O'sha firma kelib qoldi. Yangi ochildik dedi. Balansimizda 10 ta mashinamiz bor dedi. Ishlaymizmi dedi. Mani xatoyim boshda kerakli filtrimga tushadigan savollarni bermagan ekanman. Bo'ldi, ishlaymiz dedik, ishni boshladik. 1 oy o'tdi. 1 oydan keyin ishlaymiz, telefon qildilar. Bankka hujjat tayyorlashimiz kerak. Balans qilib bering dedilar. Mayli dedim, qilib berdim. Keyin so'radik. Nima qilmoqchisiz o'zi desam, shu kredit olmoqchi edik. Ya'ni ko'proq mashina olmoqchimiz, bankdan kredit olmoqchimiz dedi. Ko'rishib gaplasharmiz dedim. Mayli ko'rishib gaplashamiz dedi. Keyin u firma buxgalteriyasini qilayotgan shogirdimizga aytdim, bu firmani topshiramiz dedim. Dushanba kuni ko'rishadigan bo'ldik. Xullas firmani topshiramiz, kredit olishmoqchi ekan. Agar har qayerda kredit olish niyatligingiz bo'lsa, pulchi topshirganimiz yaxshi dedi. Meni ham qadriyatimga tushmaydi, seni ham qadriyatingga tushmaydi. To'g'rimi desam, to'g'ri dedi. Rozimisan desam, roziman dedi. Dushanba kuni ko'rishimiz kerak. Hamma narsani tayyor qilib qo'ygan. Men adres, ключ, hammasini tayyor qilib yig'ib qo'yganmiz. Shunda ko'rishganda boramiz, переговор qilamiz. Agar kredit bilan ishlash salohiyati bor bo'lsa, shunda beraman de, okey, to'g'ri tushuning, biz ishlamaymiz deyman turibdi. Dushanba kuni telefon qilyaptilar o'zlari. Ollohning chevarligida telefon qilyaptilar-da, Akbar, anu ключlarni chiqarib yubora olasizmi? Deyaptilar. Nimaga tinchlikmi desam, boshqa odam bilan ishlamoqchiman. O'zlaridan tashabbus bo'lyapti. Ham nima yoqmadi bizga desam, ya'ni menga biriktirgan odamingiz bilan qanaqadir chiqisha olmayapman, so'zimizga tushmayapti, keyin javob beryaptilar. No, atak unaqa prinsip unaqa narsalar bo'lmagan. Mayli aka dedim, hech qanaqa gap so'z yo'q. Lokatsiya tashlang, hozir chiqarib yuboraman. Shu lokatsiya tashadilar, shu adines Telegramdan tashlab berdik, kulish-pulishlarni hammasini tashlab berdik. Xafa bo'lmang bizdan, biz ham sizdan xafa emasmiz dedim, yig'ishtirdim. Nima maslahat bergan bo'lardinglar? Buxgalteriyaga kirib kelmoqchi bo'lgan odam nimadan boshlash kerak va ketma-ketligini qanaq qo'yish kerak va ta'lim olishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Да, любой joyda o'qimoqchi bo'lgan odam, не только buxgalteriyada, вообще любой joyda o'qimoqchi bo'lgan odam o'sha yerda bitiruvchisini, живой odamini topsin-da, o'shan bilan gaplashsin, yuzma-yuz gaplashsin. Вот реальный holatda rezultat olamanmi deb. Yoki bitta emas, chunki rezultat har doim bu o'quv markazidan bo'ladigan bitta tomon emasda, qarz ikki qo'ldan chiqqan deydi. Uchimni sentr zo'r bo'lishi mumkin, bu yoq tomon yurmagan bo'lishi mumkin, shunga qarab, ilmga qarab. Uni rezultati boshqacha bo'ladi, ilmga qarab yur. Yo'q deganda 5 ta 10 ta odam bilan, живой 10 ta odammi odzivini eshitsin. Hozir uchebni sentrlarda, masalan, bizda shu narsa yo'lga qo'yilgan, sizlarda bilmayman bormi yo'qmi? Odzivlar, реальный odzivlar o'quvchi o'tirgan joyida prям olinadi. Bugungi darsda nima senga yoqdi, nima yoqmadi? Просто so'raladi. Yoqsa yoqqanini, yoqmasa yoqmaganini aytish kerak. O'shanaqa odzivlarni, masalan, biz juda ham minglab odzivlarni qo'yamiz ijtimoiy tarmoqlarga. Odamlar ko'rsin, оценивать qila olsin, ishonsa bo'ladimi shu joyga, yo'qmi? Odzivni so'ramasdan o'sha o'quv markazini bitirgan odamlar bilan, bitta odam bilan emas, bitta odam gapi bilan xulosa chiqarib bo'lmaydi. Odamlar bilan gaplashib, undan keyin o'sha markazni tanlashsin. Markaz tanlaganda ham o'qituvchini tanlash kerak, spetsialistni. Ekspert qanchalik ekspertnosti bor, o'zi реальный nima natijaga erishgan, orqasida nima bor, uni orqasida nima narsalarda ishlab ko'rgan, ishlagan joylarida u haqida biron narsa topsa bo'ladimi, tam gaplashsa bo'ladimi, boshqa bo'ladi. Baribir pul to'lab o'qilayotganidan keyin hammaga har xilda bu pul. Bizga kichkina ko'rinishi mumkin o'quv markazimiz bo'lsa, biza 20 ta odamdan pul olsak, har bitta odam cheki bizga kichkina ko'rinishi mumkin. Lekin o'sha pulni to'layotgan odam uchun bu eng katta byudjet bo'lishi mumkin, eng katta mablag'ini ko'tarib kelayotgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun umid qilib keladi. Mana shu menga natija beradi, rezultat. O'sha cheki yo'q deganda birga bir yopilib, agar 2x bo'lsa zo'r, lekin birga bir yopilib berish kerak. Qaysidir momentda 1 oylik, 3 oylik, 6 oylik, masalan, yoki uzoq borsa mana 1 yilda o'sha cheki хотя бы
o'qishga to'lagan pulini har oyda topib oladigan levelga chiqishi kerakda, o'sha narsa rezultat bo'ladi. O'shaning uchun o'quv markazi tanlamoqchi bo'lgan odamga birinchidan o'quv markazini bitiruvchilarini eshitib ko'rishni maslahat beraman. Ikkinchidan, demak, o'sha ekspertni o'zi kimligi to'g'risida ma'lumot yig'ishdan erinmanglar. Rasul bolanglardan, uyinglardan, o'zinglardan ajratib o'sha byudjetni boryapsizlar, o'sha yerga to'layapsizlar. Обязательно bu narsani oldin o'rganib chiqinglar. Ko'pchilik nima xato qiladi? Uyimga yaqinroq bo'lsin deydi. Bu birinchi xato. Bizada viloyatdan kelib o'qiydiganlar bor. Nukusdan, Urganchdan, Buxorodan, Marg'ilondan, Samarqanddan keladi odamlar. Andijon bilan Samarqand bizada har bitta potokda 15 tadan odam o'tirmasa hisob emas. Juda ham ko'p bunaqa odamlar. Shuncha yo'l manzil bosib kelishadi. Uzoq yaqinligiga qaralmaydi birinchidan. Ikkinchidan, narxga qarash juda ham katta filtr. Bu ham ozgina noto'g'ri narsa. Zo'r rezultat olmoqchi bo'lsa, zo'r natijaga chiqmoqchi bo'lsa, o'sha zo'r rezultatni beradigan, demak, markazi narxi ham ozgina qimmatroq bo'ladi. Eng arzon narxda eng sifatli narsani berishi iloji yo'q. Prosta sifatli narsa bu birinchi o'rinda ekspertni vaqti u arzon turolmaydi. Bo'lishi mumkin emas bunaqa narsa. Arzon narxda juda ham arzon. Masalan, bizada men o'zim aytaman, bizada eng arzon narx deyman. 6 million malaka oshirishga vashchi arzon narx. Na samim deyli shunaqa. Men o'sha arzon narxi qanaqa bo'shab turaman? Odam soni hisobiga men foydaga olib chiqa olaman. Lekin agar 20 kishi bilan shu narxga ishla olasan desa, yo'q. 20 kishi bilan men yopolmayman kursimni xarajatini, men ishchilarim oyligini, arendami, coffee break, tarqatma material, platforma yopolmayman 6 million bilan 20 kishi bilan borasi qotdi. O'shaning uchun men narxi arzonroq levelda ushlab turish uchun ko'proq odam soni bilan ishlayman, чтобы qaysidir levelga kelganda 0. mana shuncha son bo'lsa, gruppada 0 damiz. Foyda faqatgina mana shundan o'tganimizdan keyin foydaga chiqishni boshlaymiz. O'sha levelimiz bor. To есть narx bilan yaqin uzoqligiga qarab tanlash o'quv markazini bu eng katta xato bo'ladi. Bu yerda vaqtingizni ham yo'qotasiz, pulingizni ham yo'qotasiz. Oxir oqibat o'sha qilmagan ishingiz sifatli o'quv markazini baribir qidirib topib, yana boshqatdan pul to'lab, yana vaqtingizni ketkazib, o'sha rezultatga, daromadga kirishingiz mumkin bo'lgan joyda siz hali ham o'sha nolvoy уровеньni o'qiyotgan bo'lasiz. Dilnoza opa, sizning fikringiz qanaqa bunda? Ustoz gaplariga 100% qo'shilaman. Birinchi o'rinda ustoz. Misol uchun bir xil mana viloyatlarni ko'rsangiz, maktabda haligi o'qituvchilar haqiqatda zo'r o'qituvchi bo'lganki, ularni o'sha misol uchun oddiy maktabda o'qigan o'quvchilar keladi, kiradi misol uchun-da, chunki ustozi zo'r bo'lgan. Mana bitta shahar sentrida o'qiyapsiz maktabda, lekin o'qituvchisi tam bo'lsa, u mingta repetitorga beradi yoki repetitori tam neto'g'ri ochib qoladi, u natijani ola olmaydi-da. Misol uchun men shundan taqqoslayman. O'sha viloyatda bo'lsa ham o'qituvchi zo'r, men o'sha o'zimda xuddi ustozni anaqasi bor-da. Men ustozim bilan strategiya, menda birinchi o'rin ustoz tanlash. O'quv markazi emas, ustoz tanlash. Birinchi o'rinda ustoz tanlash kerak. Men o'zim ham mana har doim misol uchun qanaqa mana o'qiyman, har doim qanaqadir kurs menga kelmasmi bilmayman, lekin o'qib ko'raman. Birinchi o'rinda ustozni duo qilib so'rab olaman. Xayrligini uchratgan, xayrligini bergin. Chunki biz har bitta vaqtimizga javob beramiz. O'sha menga shuncha ketkazgan vaqtimga foyda bo'ladimi deyman. Xuddi shunaqa nima bilan ustozni ham topgan. Ya'ni bularni nimalari bu как ustozni Zamirapada 11-sinfda. Misol uchun bizda nulyevka bor. Prinsipdan 4-sinfgacha, потом Zamirapam kursdan уже bularniki magistratura, наверное, chunki bundan keyingisi menimcha yo'q o'shada. Magistratura aytaman, вот ustoz nimalariga kelganda, уже men o'sha urovingga kelganimda men yana ustozni duo qilib so'raganman, Zamirapam chiqqan. Ya'ni har doim birinchi o'rin ustoz tanlanadi. Masofa bu aytganlaridek buni nimasi yo'q, natija muhim. Bo'lmasam, men o'zimning fikrimni bildiraman. Mediaga aldanib qolish kerak emas. Mediada judayam ko'p kurslarning reklamasi chiqadi. Ishonmanglar, 3 oydan keyin siz $500 oylikga ishlaysiz degan reklamalar yoki kursni bir amallab 4 oy bitirib oling, biz o'zimiz sizni ishga joylab qo'yamiz degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, hech qachon ishonmanglar. Men o'zim borib o'qib ko'rganman unaqa kursda. Unaqa kursda dars beradigan insonlarni ham yaxshi taniyman. U insonlarning biron bir кейsi yo'qki, biron bir natijasi yo'qki, bitta filmning ishini qoyillatib qo'ymagan. U insonlarni o'sha o'quv markazida dars beradigan o'qituvchilarning ko'pi o'sha o'quv markazi o'zida dars olib va dars berish qobiliyati borligi uchun o'qituvchi bo'lib qoldi, xolos. Nazariyani o'qib berishadi. Nazariya bo'ldi.
hozir media katta qurol bo'lib qoldi. O'shaning uchun mediaga aldanib qolish kerak emas. O'tib olish kerak. U o'qituvchini o'zini levelini bilish kerak. Bir xil insonlar bor, to'g'ri. Yaxshi bilmaydi, lekin zo'r tushuntirib beradi. Natijasini ko'rish kerak baribir. Natijaga qarab ustoz tanlash kerak. Xo'p, bo'lmasam sizga birinchi boshlaymiz. Kela o'ylagan blitz savollar tayyorlab qo'yganman. Qisqa ta'rifiga berilmasdan javob bersangiz bo'ladi. Yaxshi buxgalterni qanday tanish mumkin? Ikki og'iz so'z bilan tugatsangiz Mana bo'ladi. man dedigim kelyapti hozir. Nafsim shunaqa uradi. Ha, hozir kameraga ommaga ketgan naryoda odam nimadirki bu o'ta kamtaru bu ayolda bormas mumkin. Yaxshi buxgalter qanaqa tanib olish mumkin? Yaxshi buxgalter qilgan ishini qarab har doim tanib olinadi. Berilayotgan javoblardan taniladi. Savol berganda bir nechta variant taklif qila oladigan bo'lsa u buxgalter muammosiz yaxshi buxgalter deb hisoblayman. Keyingisi, buxgalterning dushmani kim yoki nima? Dangasalik, Keyingisi, buxgalterlik siz uchun nima? baxt. Buxgalterlikni 3 oyda o'rganish mumkin degan reklamalar bor. Siz bunga qanaqa qaraysiz? Fundamentga joy tayyorlanadi 3 oyda, действительно. Bu joysiz fundament quyilishi iloji yo'q. Fundament olinadi обязательно, undan keyingi etapga chiqiladi. Lekin noldan o'qimasdan turib, buxgalteri amaliyotda ustozi qo'lda o'rganaman deyish bu juda ham katta xato. Nol baribir o'qilishi kerak bo'lgan etap. Eng zo'r buxgalter hisobni ko'radiganimi yoki tushuntira oladiganimi? Tushunadigan va tushuntira oladigani. Hisobot topshirgandan keyin dam olishmi yoki uni qayta tekshirishmi? Men tushunmayotgan joyim nega hisobot topshirgandan keyin tekshirish kerak, uni topshirmasdan oldin emas. Mana shu joyingizmi qaysi qilyapman? U topshirguncha tekshirilib, undan keyin topshirilmaydimi? O'zingiz variantingizni aytavering. Hisobot topshirgandan keyin dam olish yoki qayta tekshirish? Конечно, Dam olish. Yo'q, men boshlagan paytimda hisobotlarimni qayta tekshirardim, chunki o'zim o'ylamayman hisobotlarim to'g'riligiga. Oxirgisi, har bir hujjat bir kun sizni qutqaradi. Bu fikrga ishonasizmi? 100%. Yerda даже salfetka yotsa ham bitta narsaga kelishildimi yozish kerak. O'sha salfetkaga qo'l imzo qo'yilish kerak. Ras ush pulli masala bo'ladigan bo'lsa, обязательно bizning buxgalterlar ishi faqat pul bilan bog'liq. Hamma ishimiz. Обязательно yerda yotgan salfetkaga bo'lsa ham yozish kerak. Zo'r, rahmat. Xo'p. Keyingi savollarimiz Dilnoza opaga bo'ladi. Tayyormisiz? Agar buxgalterlik film bo'lsa, sizning rolingiz qanaqa bo'lardi? Главный. Xo'p, soliqchidan xat keldi degan xabardan keyin buxgalterni eslash odatmi yoki tizim muammosi? Tizim muammosi. Yangi boshlovchilar uchun boshlash qiyinmi, davom ettirishmi? Boshlash menimcha. Buxgalterlik siz uchun eng jozibali tomoni nima? Kechasi kofe ichib, отчет qilish. Hamma uxlaganda. Qabul qilindi o'z vaqtida degan so'zni eshitish. Ayniqsa как crossword yechgandingiz, masalangiz bundoq hal bo'lsa, bu aytganlardek maza qilasizda, o'sha men uchunligini bilasiz. Buxgalteriyada sizni eng ko'p ishlatadigan terminingiz. Qaysi so'zni ko'p ishlatasiz buxgalteriyada? O'ylab ko'rmagan ekanman shu masalan. Men soliq so'zini ko'p ishlataman. Soliq so'zi. Men shot faktura degan so'zni ko'p ishlataman. Uydagilar hamma bilib olgan shot faktura nimaligi. Telefonda gaplashsam shot faktura deyman. Men odatda hammasi joyidami deyman. Xo'p, adresga 3 ta so'z bilan nisbat bering, faqat so'kmasdan. Adres o'zi 1 sekund, ya'ni 1 sekundda masalangizni hal qiladi. Agar uni, конечно, to'g'ri yurg'izsangiz. Adres zo'r qurol buxgalterlar uchun. Masalangizni endi tez hal qilib beradi. Hamma narsangizni shunday yamni ko'rsatib turadi, to'g'ri, noto'g'ri narsangizni. Xo'p, oxirgisi soliqdan kelishganda yuragingiz tez uradimi yoki ko'zingiz pirpiraydimi? Yo'q, nabarot, o'zimni sherli uyg'onadi deydi. Yo'q, aytaman, ilmini qiladigan payt keldi deyman. O'zingni ko'rsatadigan payting keldi deyman-da, nabarot. Maza qilaman. Jangga kirasiz. Maza qilaman nabarot.
man buxgalteriyaga hozir sal ozgina rastabissa qilib o'zimni tortdim. Man boshqa narsalarga ham ahamiyat berish boshladim. Juda chuqur kirib ketgan paytimda tushlarimga kirib chiqardim-da, shotlar. Darslar berib chiqardim. Uydagilar aytishardi. Men bilan birga hali uylanmagan paytimda akalarim aytishardi, kechasi dars o'tib chiqding, tabriklaymiz. O'quvchilar maza qilishdi deyishardi. Uylanganimdan keyin ham ayolim soliq, shot faktura, shotlar rejasi deb provodkalar haqida gapirib chiqdingiz, tushunmasdi. Shu uyg'onib o'tirsang, o'rganasan buxgalteriyani deb. Manda ham bo'lganman shunaqa holatlar. Xo'jayinim men mazam bo'lmagan, shamollagan, uxlab qolgan bo'lganman. Dorini shunda qarasalar istimalayotgan bo'lganman. Dori tayyorlab mamamni ichib olgan desa, kompyuterga tashlab qo'ying. Kompyuterga tashlab qo'ying keyin degan ekanman. Bo'lmasam, tugatamiz. Ajratgan vaqtingizga kattakon rahmat. Chaqirganimizga hurmat qilib kelganingiz uchun sizga ham rahmat alohida. Dilnoza yaqindan chiqdi. Dilnozaga rahmat yo'q. Dilnoza yo'q, Dilnoza peshkob kelsa ham bo'ladi. O'zi Dilnoza podkast qilishimizga ana spiska qoluvdim-da. Birinchi soniga Zamira opani chaqiraman deb niyat qilgandim. Zamira opaga telefon qilib shunaqa podkast qilmoqchimiz. O'zi anchadan beri podkast deb Zamira opa bilan gaplashib kelardik, hech amalga oshmasdi. Shunaqa birinchi podkastimizga sizni chaqirmoqchimiz desam, yana bitta odam chaqiraylik dedilar. Kimni chaqiramiz desam, o'ylanib turdilar, Dilnozani chaqiramiz dedilar. Keyin sira sizga telefon qilib, Dilnoza opa sizni ham chaqiraman. Ani sezgan bo'lsalar kerak-da, baribir annaqani sezadilar. Men aytdim-ku, o'sha mana martdagi ekspert kurslariga yozildim. Aynan u borib o'sha buxgalterlar bilan networking qilaman, ishim bilan ustoz bilan keyin podkast qilaman degan maqsadim bor edi-da. Qarasam o'qishingiz surildi-da, lekin podkast bo'ldi mana baribir. So'raganingiz niyatingiz bo'ldi. Alhamdulillah. Tomosha qilganingizga sizlarga ham kattakon rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Sizlarga yoqqan fikr va mulohazalarni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Yana nima mavzular haqida muhokama qilishimizni yozib qoldirsanglar, keyingi mehmonlarimizni shunga qarab tanlaymiz. Iyun oyining oxirigacha izohlar qismida eng yaxshi izoh egasini tanlab olib, konsultatsiyani bepulga taqdim qilamiz. Birga o'tirib, nonushta, obed yoki ujin qilib 2 soat siz bilan konsultatsiya qilishimiz mumkin.